Simeone kecha La Liga o'yinini qurbon qilib yuborib, o'zi xohlagan darajada tarkib bilan keldi. Bayern futbolchilari ba'zi joylarda nazarimda Realni mensimadi. Arsenal o'yini ko'rim kelmadi to'g'risi. Bavariya, Barsa bu raqibga moslashaman deb o'tirmaydi. U o'zinikini qo'yadi tamom. Chempionlar Ligasida va Bernabeuda qonunlar o'zgaradi. Tushungan bo'lsam 2-0 bu hali holvasi edi. Bu mavsumda naqa uchrashuvni ko'rmadim. Mazza qilib ko'rdim. Kompaniya g'irt generalda, uni mashg'ulotlarni ko'rsangiz shunaqa baqiradi. Kimda zo'r darvozabon bo'lsa, o'sha finalga chiqadi. Real keyingi mavsum haqiqiy 9 hujumchi olish kerakmi yoki Mbappega ishonch bildirishda davom etish kerakmi? Yurgen Klopp rock and roll. Flik bilasizmi kim? Rammstein. Assalomu alaykum do'stlar. Futbol YouTube kanali obunachilari. Demak, bugun Yevropa Chempionlar Ligasi haqida gaplashamiz. Seshanba va chorshanba kunlari chorak final o'yinlari bo'lib o'tdi. Bir-biridan qiziqarli, tahlilga arzigulik voqealarga guvoh bo'ldik. Aynan mana shu maqsadda bugungi video olinmoqda va demak, bugungi tahlilni ikkita hamkasbim, sharhlovchilarim, akalar bilan olib boramiz. Dilshod aka To'xtabekov bugun demak studiyamizga tashrif buyurganlar va yana bir necha daqiqalardan keyin Otabek aka Jo'rayev ham keladilar, safimizga qo'shiladilar va ular bilan demak tahlilni davom ettiramiz. Lekin hozircha vaqtimiz ziq. Endi hozir futbollar ko'p bo'lasiz, undan tashqari yurtimizda ko'plab musobaqalar o'tkazilyapti. Shu sababli birozdan keyin Dilshod akaga ruxsat berishimiz kerak. Shuning uchun ham tahlilni aynan mana shu paytda boshlashga majbur bo'ldik. To'g'ri tushunasizligini umidamiz va tahlilni boshlashdan oldin esa kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Biz demak boshladik. Dilshod aka, kecha o'zingiz sharhlab borgan o'yindan boshlasak, ayni bir qizig'idan bu o'sha Barselona Atletico qarama-qarshiligi bo'ldi. Ko'pchilik menimcha bu bosqichdagi eng markaziy o'yinda balki Real bilan Bavariyani aytgan bo'lsa, undan qolishmaydigan darajada Barselona Atletico o'yinini e'tirof etayotgan edi. Endi baribir ikkala jamoaning muxlislari auditoriyasidan kelib chiqqan holda va uni ikkalasida ham eng qizig'i klassiko vakillarining mag'lubiyatiga guvoh bo'ldik. Endi birinchi Barselona haqida gaplashsak, bir necha kun oldin Atletico maydonida yutib kelgandi Barselona. Endi uni o'yinni alohida tahlil qildik, lekin bu safar baribir Simeone ancha optimal tarkibni tushirdi. Bunday olib qarasa Barselonada ham ancha optimalga yaqin tarkibida endi Rafinha yo'q edi, De Jong yo'q edi. Lekin o'yinda biz boshqa Atleticoni ko'rdik menimcha. O'sha Ispaniya chempionatidagi yondashuv, rejim va bu Chempionlar Ligasidagi Atletico ancha farq qildi bir-biridan. O'z navbatida Barselonada ham 100% mana shu fikrga qo'shilaman, chunki Ispaniya La Ligasi hamda Chempionlar Ligasidagi holat tamomila o'zgacha, boshqa. Misol uchun agar Chempionlar Ligasining umumiy guruh bosqichi jarayoni bo'lganda va bu bor yo'g'i endi birinchi, ikkinchi, uchinchi tur bo'lganida Atleticoning yondashuvi boshqacha bo'lishi mumkin edi. Endi La Ligada nima bo'ldi bu yerda? La Ligada Simeone shunchaki qo'ydi bolalarni, nazarimda. Bu endi meni fikrim. O'ynashga qo'yib berdi, chiroyli futbol va o'sha o'yinni qaysidir epizodlari kechagi o'yindan ko'ra qiziqroqmi deb ham o'ylaydim-da. Chunki Atletico hozir juda yaxshi tushunib turibdi. Ispaniya chempionatida birinchi o'rin u yoqda tursin, ikkinchi o'ringa ko'tarilish ham qiyin. Hozirgi holatda hatto 3-o'rin, bronza ham qo'ldan chiqib ketish ehtimoli bor, chunki qoqilish bo'ldi, Villarreal oldinga o'tib oldi va hokazo. Lekin nazarimda hozir hech kimni qiziqtirmaydi. La Ligada kim ikkinchi, kim uchinchi, kim to'rtinchi, faqat chempionlik haqida o'ylash bor, chempionlik haqida fikrlash bor. Va mana shundan kelib chiqqan holda muhimi keyingi yil uchun, keyingi mavsum uchun Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritish. Bu holatda Atleticoning muammosi yo'q. To'g'ridan pastga tushib ketmaydi. Hech kim ishonmasa kerak. Men ham ishonmayman bu narsaga. Farq katta. Birga chiqishi amrimahol. U yerda bilmadim Barsaga nima bo'lish kerak va Realga ham ikkalasiga nimadir bo'lib turib, Atletico birga chiqish uchun nimani o'ylab topish kerak bilmayman. Va bunaqa holatda Simeone to'g'ri strategiya tanladi. Qurbon qildi-da o'yinni. Umuman yigitlar o'ynasanglar o'ynanglar. Mana shu qabilada chiroyli futbol, muxlislarga yoqadigan manzur. Ikkita debyutni ham ko'rdik o'sha o'yinda. Lekin Alvarez, ya'ni Lukman umuman men qarab turib shu bola Interga o'tmagani ham zo'r bo'pti deb qoldim-da. Chunki esingizda bo'lsa,
mavsum boshida orada jig'i-big'i bo'ldi. Atalanta bilan Lukman, chunki zaxirada qolib ketdi-da. zaxirada qolib ketmadi. U nima bo'ldi u yerda? Ko'pchilik bilar bilmas, hozir ozgina oydinlik kiritib ketaylik. Inter 52,5 millionmi shunaqa taklif qildi. Atalanta ko'proq so'radi. 60 millionmidi yoki 70 million aniq esimda yo'q, ancha ko'proq so'radi. Inter chegarani qo'ydi, mashina ortig'ini bermayman dedi. Lukman ketishi rosa qoladi o'sha paytda. Atalantadan chiqib ketishi Inter kattarog'i baribir Atalantaga hurmatni saqlagan holda va Inter bilan Scudettoni qo'lga kiritish mumkin, Chempionlar Ligasida imkoniyat boshqacharoq. Atalanta chiqolmasligi bor, hozir chiqolmaydigan holatda bo'lib turibdi va Lukman ham borini berib bo'ldi Atalantaga. Baribir Gasperini ketgandan keyin Lukmanning darajasi oshib bo'ldi Atalantadan. O'zi uchun to'g'ri yo'l tanlayapti. Men ketishim kerak. Qarzi qolmagan hozir Yevropa Ligasida yutib bergan. Bayer butun mavsum hech kim to'xtata olmagan Bayerni Lukman to'xtatgan edi. Gasperinining taktikasi va o'sha o'yinni eng zo'r futbolchisi Lukman edi. Qanaqa gollari bor edi. Lekin orada shu jig'i-big'i bo'ldi-da, Lukmanni Atalanta qo'yib yubormadi, pulini turib oldi, Inter undan ortig'ini bermayman dedi. Orada Lukman arazladi, o'yinga tushmayman deb turib oldi. Mashin bilan qolib ketdi. Va yaxshi ham bo'lgan ekan. Misol uchun Interda borganida bundan zo'r bo'lib ketishi ham mumkin edi. Lekin hozir namoyish etayotgan Atalanta Atletikodagi darajasiga chiqa olarmidi yoki yo'qmi? Bunaqa qo'shilib ichkariga qo'shib ketarmidi yoki yo'qmi? Chunki Lukman nuqtasi narigi tomonda Interda Di Marco bor, misol uchun o'ynashi mumkin bo'lgan. Bu sxemaga tusharmidi? Ha, bo'ladimi yo'qmi? Menimcha Lukman tushib ketaveradi. Endi o'sha Lautaro bilan anaqaga talashardi, Tyuramlarning o'rniga talashish kerak bo'lib qoladi. Yo'q, uncha qo'shilmayman chunki Di Marconing o'rnini qiyin-da, u ham lateral bo'lib berish. Yo'q, mana Atletikoda aynan chap qanotga qo'yib qo'yapti-ku. Wingerda baribir lateral bo'lib o'ynamayapti-da. Xullas, menimcha yutdi Lukman va Lukman bilan Alvaresni umuman tushunmadim. Qaydnomada bor edi adashmasam, lekin ikkinchi taymda ham tushirgani yo'q. U anaqa Llorente ham yo'q edi. Llorente diskvalifikatsiyasi bor. Ruggeri keyin oxirida tushgan. Ha, va Simeone ko'rsatdi-da, bu yog'iga bu muhim emas. Ya'ni bo'lsa bo'ldi, urinib ko'ramiz, harakat qilamiz. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa muhim emas. Bo'lmasa boshqa tomonga Chempionlar Ligasiga e'tibor qaratamiz, tamom va salom. Va bu strategiya o'zini oqladi. Kecha mana ko'rdik, dastlabki daqiqalardan tarkib e'lon qilindi. O'zi o'yinga tayyorlanish jarayonida matbuotni kuzatasiz, kimda, qayerda, nima gap chiqyapti, nima bo'lyapti va shu jarayonda juda ko'p manbalarda bugun Alvares bilan Lukman asos tarkibda bo'ladi va buni o'zimiz ham bilib turdik. Tarkib chiqdi, ikkalasi asos tarkibda bor. Llorente Ispaniya La Ligasidan farqli ravishda u mavsumdagi eng zo'r o'yinchilardan biridir, Llorente. Misol uchun shaxsan men 3 tasini ajratib bersa, Llorenteni kirgizsam kerak deb o'ylayman. O'zi Real Valverdesi bilan bir xilda. Ha, men kiritaman deb o'ylayman-da. 3 tasini ajratib ber Atletikodan deydigan bo'lsa. Llorente bor tarkibda. Endi hozir Simeone bor kuchini tashlayapti va bunaqa holatda Barsada sal o'sha Rafinyaning yo'qligi juda ko'p kuzatdim. Rafinyaning hozir tarkibda yo'qligi baribir Rashford zo'r o'ynayapti. Rashford o'yiniga bunaqa kecha faqat vaziyatlardan foydalana olmasligini inobatga olmasa, menimcha e'tiroz bildirish qiyin. Lekin tizim o'laroq Rafinya yaxshiroq-da baribir. Va bu Cancelo ochilishiga ham yordam beradi-ku. Bot takrorlanyapti-da. Tizim sifatida aynan Rafinyaning borligi, u pressingga borishi, boshqasi. Rashfordda misol uchun bo'shliqlar bilan o'ynash bor. Rafinyada o'zi Yamalga o'xshab bir kirishlari bor. Endi Rashford ham kecha bir ikkita joyda o'xshagandek bo'ldi-yu. Baribir nisbatan Flickda holat sal o'zi xohlagan darajada emas, ammo Simeone kecha o'sha La Liga o'yinini qurbon qilib olib, o'zi xohlagan darajada tarkib bilan keldi. Va yana bitta narsa, oxirgi o'yinlarda 10 ta o'yinning statistikasini ko'rib chiqdim. Atletikoni aynan Barsaga qarshi o'yinida muvaffaqiyatli ko'p. 7 ta o'yinda mag'lubiyat, 2 ta g'alaba, 1 ta dona durang. Durangga o'tgan yili Kubok yarim finalida to'g'ri-to'g'ri bo'lgan o'yin. Lekin o'shanda ham Barselona javobida yutib ketgan edi. Va juda katta muvaffaqiyatsizlik.
yana bitta plyus bor, joriy mavsumda Diego Simeone safarda qiynalyapti. Atletico u Rayo Vallecano bo'ladimi, Brugge bo'ladimi, u Real bo'ladimi, u misol uchun Barsa bo'ladimi, aynan safar o'yini nisbatan og'ir kechyapti. Mana shunaqa holatlar bor, lekin hammamiz yaxshi bilamiz, muntazam chempionatda o'xshata olmasligi mumkin. Muntazam chempionatda nimadir qayerdadir ishlamay qolishi mumkin. Ammo ikkitali o'yinga, xususan bitta o'yinga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'lsa, Simeone buni uddalaydi. Chempionlar Ligasida o'sha bilamiz, Realni ham qanaqa qiynagan, garchi Real yutgan bo'lsa ham qanaqa qiynalib yutgan bilamiz. Barsa bilan ham. Ammo endi bu tomondan vaziyatga qaraydigan bo'lsak, ya'ni Barsa tomonidan kecha aslida hisob bunaqa bo'lmasligi ham mumkin edi agar Kubarsini qizil bo'lmaganda. Ya'ni Diego Simeone o'zi uchun to'g'ri qilib keldi, hammasini qildi va bu yog'ini maydon ko'rsatgan edi. Maydon ko'rsatadigan holatida Barsa yaxshiroq edi. Ya'ni Simeone boshida sal ochilib o'ynab ko'rdi, Atletico o'ynab ko'rdi, keyin Barsa qo'lga oldi, Barsa qamashni boshladi, Barsa yuqoridan o'ynashni boshladi, ancha erta raqibini kutishni boshladi va bitta holat bu o'sha Kubarsini qizili. Biroq alohida aytgan bo'lardim, mana shunaqa holatga nazarimda Simeone tayyorgarlik ko'rgan. Bitta o'sha vaziyatni moment bo'lsa poylab o'tiramiz. Nima deydi? Bir yirtqichli bo'ladi-ku, tezkor emas, lekin panada paytini yo'lbars shunaqa kutib o'tiradi. Ko'p yugurmaydi. Yoki timsohlar ham qorni och yotaveradi, bitta tashlab qolishi mumkin-ku, panadan, pistirmadan. Shunaqa paytini poylab yotganda edi, chunki Kubarsini qizilini ko'ryapmiz-ku, ammo o'sha jarayonda hujumda tashkil etilganligiga ahamiyat berib, Alvarsida o'sha Simeoneni chiqarib yuborayotgan. O'rtada Alvars endi tarkibida bor bir ikkita shunaqa o'yinchilar, eplay oladi, aldashni ham, ozgina o'yinni o'ziga olishni ham. Alvarsga to'p kelganida qanotga yaqinroq edi, markaz tomon yurganda hech kim uni to'xtatmadi va buni u epladi. Buni Simeone ham biladi. Markaz tomon yurib bitta pas berdi, u yog'iga kichkina Simeone yugurishni boshladi. Yugurganda ham yaxshigina yuguryapti. Mana shu ikkita o'yinchini o'zaro bog'lamlari borligini bu ishlab chiqqanda baribir mashg'ulot paytida. O'yinda qanchalik o'xshaydi, o'xshamaydi bo'lmaydi, ammo dastur o'laroq programma sifatida miyaga joylashtirdi. Buning o'zi Ispaniya chempionatida ham 2-3 marta qilgandi. O'sha Griezmann faqat o'zini taklif etgan. Bu bitta ikkita o'xshab qoladigan bo'lsa boshqa masala, lekin u dastur bo'lib miyaga kirib qoladi. Va bu Simeoneniki. Mana shundan kelib chiqqan holda qaysi ma'noda kecha Simeone yutdi Flickka. Mana shu nuqtai nazardan Simeone menimcha Flickka kecha yutdi. O'zaro murabbiylarning to'qnashuvida va ayniqsa bu holat, mayli qizilni aytayapmiz-ku, o'sha qizildan keyin foydalana olish ham bor-da, kimdir foydalana olmaydi. Simeone zo'r foydalandi. U birinchidan Alvars gol urib berdi, ikkinchidan raqib kamchilik bo'lib qoldi va buni 1-0 ushab o'yinni bo'g'ib, siqib, so'ndirib, o'ldirib bunaqa ham qildi. Borib ikkinchisini ham urdi, so'rli taxtini tashladi. Misol uchun ko'pincha ko'ramiz-ku, kuchi kelmayotganligini sezgan jamoa himoyani kuchaytirish maqsadida himoyachini tashlaydi-da, u ayiqdek hujumchini tushiradi-da. To'g'ri. Bu aytang, shuni bilgan holda, shuni ko'zlagan holda amalga oshirilgan ish edi. Qo'shilaman fikrlaringizga. Simeoneni baribir bu mavsumda o'z kuchini tejayotganligi, qaysidir paytda qo'rqmasdan o'yinlarni qurbon qilayotganligi bor gap. Bu Ispaniya Kubogida ham kuzatildi, La Ligada ham kuzatilyapti. Ya'ni muhim o'yinlar oldidan Ispaniya chempionatini shunchaki qurbon qilayotgani endi bo'ldi deb o'ylashlari mumkin muxlislar, lekin o'zi aslida mavsum davomida bo'lib kelayotgan jarayon edi bu. Demak, studiyamizga Otabek aka Jo'rayev ham qo'shildilar, biroz oldin aytgandik. Otabek aka ham sharhlab bordilar. Otabek aka, siz Bavariyani ham sharhladingiz, Bavariya, ya'ni Real Bavariyani ham sharhladingiz. Barselona Atletikoni ham. Hozir biz Barselona Atletikodan boshladik mavzuni. Kechagina bo'lib o'tgan o'yin. Shuning uchun sizga endi boshqa bitta savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Hozir ulardan Atletiko haqida so'ragandim. Qaysi ma'noda shu savolni o'zlari ham ochdilar, qizil kartochka mavzusini. Qizil kartochkaga sababni keling gaplashsak, ya'ni bu yerda 2 yil oldin o'sha Araujo bilan bo'lgan voqea esimizda. Barkalia qochib ketayotganda Araujo misol uchun majbur o'sha vaziyatda qizil kartochka olib to'xtatgandi. O'sha ham ishdan edi. O'sha hakam edi, to'g'ri. Va o'sha vaziyat bilan bu vaziyatning farqi bor deyishyapti-da. Ya'ni unda Araujo qo'yib yorsa ham bo'ladigan vaziyat edi.
unda Barselonada ustunlik bor edi, undan tashqari vaziyatni o'zi hali gol bilan tugashi ham 100% emas. Bunisida ko'proq Simeonening hissasi katta. Ya'ni Simeone ishladi o'sha jarima zarbani. Chunki bunday olib qarasak, Martinning oyog'iga tegib ketdi. Martin ataylab foul qilgani yo'q, qo'li bilan tortgani yo'q, qanaqadir nima deydi, Araujodan farqli foul bo'ldi deyapti-da. Shunga qanchalik qo'shilasiz? Ya'ni ularniki bilan bunikini yakun bunday olib qarasak bir xil. Bu ham qo'n tushirdi, bu ham qo'n tushirdi, jamoasiga pand berdi, lekin ikkalasini ikki xil degan fikrga qanchalik qo'shilasiz? Yo'q, endi men qo'shilmayman yoki qo'shilaman demayman. Men prosta shu vaziyatga o'zimni fikrimni bildiraman. Endi u yog'ini o'zinglar qaranglar, yoki qo'shilamanmi yoki yo'qmi. Men nima demoqchiman, himoyachilarda refleks bor. Masalan, o'sha joyda Kubarsi ham misol futbolchini tegmaganida endi biriga biri chiqardi. Misol ehtimol gol uradi, ehtimol gol urmasdi. Biz bilmaymiz, to'g'rimi? Lekin 1-0 yoki Barselona uchun 0-1 bo'lgan taqdirda ham Barselona tarkibida nechta futbolchi bor? 11 nafar futbolchi bor. Ya'ni o'sha mantiqiy yondan shu bo'lsa, tushunarli holat. Ya'ni temaga birga bir chiqsin, uradimi, urmaydimi, ursa keyin biza bitta nafar futbolchi bo'lib, o'sha maydonda yana bitta ikkita gol balkim kiritamiz. Lekin himoyachilarda refleks bor o'sha joyda. Nima bo'lsa ham albatta futbolchini o'sha raqibini tortadi. Shuning uchun masalan bu kalla qo'ydi yoki u kalla qo'ydi men aytolmayman. Nimaga? Chunki masalan bu Barselonani futbol uslubi, ya'ni Flickning futbol uslubi. Bunda juda ham katta pluslar bor. O'sha pluslarni davomi minuslarga olib keladi. Bu minus nimadan iborat bo'lgan? Chunki himoyaviy chizig'i juda yuqori o'ynaydi. To'g'rimi? 2 yil oldin bu masalaga hech kim e'tibor qaratmagan edi. Nega? Chunki deyarli har doim o'sha qopqon bo'lardi ishlarda. 10 ta ofsayd, 15 ta ofsayd, 25 ta ofsayd. Endi bu hozirgi vaziyatda qarasak, qizil kartochkadan oldin albatta biza bu narsaga o'sha yondashuvimiz boshqacha bo'ladi. Nima uchun unaqa o'ynayapti, nima uchun bu quvvatda yoki nima uchun u quvvatda va hattoki masalan Diego Simeoneni kechagi futbolidan kelib chiqqan holda misolda ba'zi joylarda Atletika muxlislarini bilmadim-ku, lekin masalan neytral muxlislari, o'sha futbol ekspertlari, futbol o'yini kuzatayotgan odamlar, ular ham o'sha balkim xavotir dedi, chunki ustunlik Barselona tomonida edi, to'g'rimi? Bular raz bitta gol urib ketdi, keyin yana zakiradan maydonga chiqqan futbolchi yana ustunlik tashabbus Barselona tomonida, bular yana gol uryapti. Ya'ni men demoqchiman, biz hozir natijadan kelib chiqqan holda fikrlarni bildiryapmiz-da. Tushunasiz, agarda Kubarsi olmaganda yoki Araujo olmaganda boshqacha bo'lardi. Shuning uchun ikkita vaziyat kalla qo'ydimi yoki yo'qmi bilmadim. Endi Araujoni gapirsak, alohida albatta bugungi Araujo bilan 2 yil oldingi Araujo katta farq. 100 million taklif qilishganida uni 50 millionga sotib olish kerak edi. Endi biz hozir buni ko'rib o'sha tushunyapmiz, lekin nima desa bo'ladi. Endi futbol bu shunaqa narsa. Hali masalan yarim finallarda, play-off bosqichida o'yin ikkita taymdan iborat emas. 4 ta taym bo'ladi va bundan tashqari ehtimol ekstra taymlar bor. Shuning uchun hozir mana ikkita taym tugadi. Barselona 45 daqiqa davomida 10 kishi bo'lib o'ynadi. Endi oldinda 180 daqiqasi bor. Javob uchrashuvini hozir aytmoqman. Chunki bu 90 daqiqa. 90 daqiqa. Chunki 180 jami 90 daqiqa, ya'ni demoqchiman, bu o'sha ikkita taym emas. Ya'ni masalan hozir 11 ga 11 bo'ladi. Shu futbol bu. O'sha baribir qizil kartochka o'yinni burib yubordi degan fikr aytiladi. Ya'ni boshqacharoq balki Barsani ko'rardi degan ma'noda gapirdilar. O'shadagi o'sha qizil kartochkaga lekin Atletiko olib bordi ham. Ya'ni kutdi o'zini lahzasini dedi. Bu fikrga qanchalik qo'shilasiz? Endi qizil kartochka men bilmadim rostmi yoki yolg'onmi, uchrashuvdan oldin mishmishlarga ko'ra ma'lumot chiqdi. Diego Simeone o'zini futbolchilarga aytdi, Lamin Yamalni provokatsiya qilinglar, chunki Lamin Yamalda sariq kartochka bor edi. Agarda kecha muxlisi ham qildi provokatsiya. O'sha yana eski shiorni aytishdi-da, kim nima deydi, sakramasa musulmon degan shiorni yana baqirib aytishdi. Aynan Yamalga qaratilgan fokus qaratilgan. Yo'q, balkim, lekin bu hozir Camp Nouda bo'lgan-ku, bu 95% muxlislari hammasi Barselonaniki-ku, futbolchilarga aytgan, chunki Atletikaning o'yinchilarini endi bugungi kunda men bilmadim, lekin 10 yil oldin men doim aytardim, bu Simeonening bandasi, o'sha organizovanный преступный группировка deyiladi-ku, yomon anaqa banditlarga o'xshab o'ynardi. Oldingi Atletika любой anaqa har xil o'sha fintlarni, tryuklarni, iflosli ishlarni qilardi.
hozirgi Atletika balkim shunaqa emas, lekin o'sha Lamin Yamalga qarshi shunaqa vazifa berilgan ekan. Endi bilmadim rostmi yoki yolg'on, lekin buni men o'qidim. Lamin Yamal agar sariq kartochkani oladigan bo'lganida javob uchrashuvini o'tkazib yuborardi. Endi Lamin Yamal olmadi, ammo Kubarsi oldi. Ehtimol albatta, что bu uchrashuvlarda masalan, bundan oldin bir hafta oldin emas, mana Primerada bo'lgan turda o'ta Nikolas Gonzales qizil kartochkani oldi, to'g'rimi? Ya'ni bu ushbu to'qnashuv uchun juda ham qanaqadir oddiy vaziyatga aylandimi? Yoki bular oladi, yoki bular oladi. Javob uchrashuvida ham ehtimol kimdir qizil kartochkani olish kam emas. O'zi Flick ham o'yindan oldin aytgandi, bu ancha emotsiyaga boy o'yin bo'ladi degan va xuddi shu voqea sodir bo'ldi. Ya'ni o'yin davomida ham janjallar bo'ldi. Endi to'g'ri, La Ligada bundan ko'proq ham bo'lgandi. Erta ziddiyatlar ko'proq ham bo'lgandi. Yana mana shu o'yin haqida fikrini bilmoqchi edim. Ya'ni Flickni uslubi haqida o'zingiz hozir so'z ochdingiz, mana o'sha himoyachining yuqoriga ko'tarilib o'ynashi. Shu yerda Flickni qaysar desak bo'ladimi? Chunki tarkib optimal bo'lganda, nima deydi, glubina sostava deydi, nima deydi o'zbekchasiga? Chuqurligi, o'sha tarkibni chuqurligi imkoniyat bo'lganda, masalan, almashtirib rotatsiya qilib turish imkoniyat bo'lganda, bunaqa ko'p jismoniy kuch talab qiladigan pressingli futbol qursa, sal o'zini oqlaydi. Lekin hozir Rafiniyasiz va nima deydi, pressingdan uncha foydasi tegmaydigan Rashford bilan o'ynayapsan. Himoyada baribir yoshlar, ancha charchagan futbolchilar, hatto o'yindan keyin Cancelo aytibdi, 90 daqiqa yurishga kuchim yetmasdi meni deb. Ya'ni futbolchilar charchagan, oxirida bilinib qoldi. Charchagan futbolchilar bilan yana o'sha eski qaysar uslubini, pressingli futbolni qurmoqchi bo'ldi-da. Shu yerda balki Flickni o'zida ham ozgina qanaqadir ayb bor, ayb emas, ozgina qaysarlik bordir bu taraflardan. Chunki men buni oldin ham aytgandim. Hol bu o'z muxlislardan ham kelib tushgan savolda o'zi. Qanchalik shunga qo'shilasiz? Ya'ni qaysi payt balans bo'lish kerak-ku demoqchi. Yo'q, balans bo'lish kerak-ku. Men sizga bitta savol bersam bo'ladimi? Ana DSHT kelgan bu savolni beraman, chunki u ham National Geographic kuzatadi, yaxshi ko'radi. Misol sherga sabzi yoki misol kartoshkani bersa yeydimi yoki yo'qmi? O'rgatsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Ayiqqa bersa o'rgatsa bo'ladi. Yo'q, ayiqqa, lekin masalan, men nima demoqchiman, Flick bu sherda, uni o'zini uslubi bor. O'yindan oldin o'sha ekspress bo'ladi-ku, bu ekspressni eshitdim. Unga savol berishganda xuddi siz bergan savolni unga berishyapti. U yerda menga farqi yo'q. Biz o'z uslubimizda o'ynaymiz. Bo'ldi, bas. Oldin ham gapirganman. Bo'ldi, bu ya'ni demoqchiman, Flick bu sherdek. Ya'ni unga sabzi bersang, distrofik bo'lib o'lib ketadi bechora. Unda go'sht berish uchun bitta imkoniyat bo'lish kerak-ku. Bu yerda moliyaviy muammolari bor, limit bor. Hozir vaziyatdan kelib chiqish kerak emas. Enzo murabbiyning kuchli tomoni shunda emas. Vaziyat yo'q. Futbol murabbiylar har xil bo'ladi. Masalan, Diego Simeone. Masalan, bu uchrashuvda qayerda Diego Simeone yutib ketdi. Men Primerani sharhladim. Primerada eksperimentalniy tarkibi maydonga tushirdi. Rezerv tarkibi desa ham bo'ladi. Hurmat saqlagan tarzda. Chunki bu futbol murabbiylar aytadi-ku, bizda ikkinchi tarkib yo'q, birinchi tarkib yo'q. Hammasi bolalar tushdi. Lekin masalan 5 nafar boshqa futbolchi tushdi, to'g'rimi? Keyin Barselona masalan bir futbolchi ko'p bo'lsa ham rosa qiynaldi-da, rosa borini berdi-da, lekin Diego anaqa Simeone aynan o'sha misol qarasangiz Primerani prosta berardi. Chunki tushunib turibdi-da, birinchi o'rin bo'ldi, o'sha uxladi-da bu masala. Lekin aynan Qirol Kubogida va hozir mana Chempionlar Ligasida ko'ryapsiz-da, boshqacha aynan Barselonaga qarshi boshqa o'yin, boshqa uslub va shu joyda demoqchiman, mana bu 90 daqiqa davomidagi o'yin hali Madridda boshlagan. Buni biz nazarda tutishimiz kerak va bu Diego Simeonening uslubi. Mana qarang, Barselona 4-0 mag'lub etdi, keyin 0-3 ga rozi. Tushunasiz-a? Yoki Tottenhamni 5-2 yutdi, keyin 3-2 ga, 2-3 ga rozi. Tushunasiz-a? Barselona Flickni Barselona shunaqa o'ynamaydi. Barselonani o'sha Flickni Barselona Mallorca bo'ladimi? Palyorka bo'ladimi? Umuman farqi yo'q. Yoki masalan uni ulpatlari chaqirsa, "Yur biz bilan o'ynaymiz" desa, o'tib 5-0 ga harakat qiladi-da. Bu Flick uslubi. Bundan lekin bitta savolda gapingizni bo'ldim, qarang. Undan oldingi mavsum esimda, esizdami? Bavariya Real bilan ketma-ket o'yini bo'lgandi. O'shandan oldin Osasuna bilan o'ynagandi, Pamplonada. O'sha o'yinni shunchaki qurbon qilib yuborgandi. Keyin ketma-ket Realni ham Bavariyani ham yutgandi. O'shanda qilgandi-yu shu ishni. Qaysidir o'yinlarda qurbon qilgandi o'yinlar. Yo'q, La Ligada esingizda bo'lsa, rezervistlarni tushirsa bo'ladi, lekin uslubidan voz kechmaydi. Masalan, uslub qanaqa? Misol, yigitlar, bizda timing degan narsa bor. 15 daqiqa o'ynaymiz, keyin to'pni beramiz, keyin yana 15 o'ynaymiz va hokazo. Flick bu xuddi masalan, hozir men boshqa misolni keltiraman. Anu elektropoyezdlar bo'ladi-ku, shpalla bor-ku.
o'sha shpalani Partizan uslubida bilan Diego Simeone Partizan o'sha shpalani portladi deb bo'ldi. Bu anaqa sostav yo'ldan o'sha shpallardan tushdi. Lekin bu elektropoyezd yoki tank. Uni masalan shu uchun siz Hans-Dieter Flickdan ko'rganmisiz? 3-5-2 yoki 3-4-2-1 bitta taktik sxema, bitta usul, bitta rock-and-roll, bitta ravshan yoki sizga yoqadi yoki yoqmaydi. Diego Simeone bu joyda qarasangiz uslublar juda ham ko'p o'zgaryapti. Ya'ni shu joyda masalan qaysi biri yaxshi, qaysi biri yaxshi emas. Flick 2021-yilmida, 2020-yilda nimalarni qilib tashlagan. Bundan oldingi mavsumda nimalarni qilib tashlagan. Bu uslubini o'zini katta pluslari bor va bu uslubini minuslari bor. Hozir biz minuslarni hozir mana izlayapmiz. Lekin bu uslub bo'lmaganda o'sha katta pluslar bo'lmasdi. Men o'zi klubga ham parallel olib kelmoqchi edim. Klubni ham rock and roll uchun yaxshi ko'rganmiz-ku klub Liverpoolni, to'g'rimi? Lekin Liverpool rahbariyati bitta pozitsiyalar, misol uchun Van Dijk olib berdi, Alisson olib berdi, yarim himoyada misol uchun kuchaytirib bordi. Shunga yarasha rock and rollni kimni olib qarasa sal balanslashgan rock and rollga aylandi. O'sha hujumkor edi klub jamoasi. Lekin esimizda bor, yorqin o'ynardi, lekin sovrin yutmasdi Liverpool. Boshida esingizda bo'lsa-chi, o'sha davrga o'xshab ketyapti-da. Ya'ni barman Flick bilan klub sal bir-biridan farq qiladigan deb o'ylayman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim, hozirgi zamon talabi ko'p holatlarda tushundim Hasan, savolni Otabek ham men ham tushundim, lekin Otabek ham bitta gap aytdilar. Murabbiylar har xil bo'ladi. Murabbiylar qat'iy ravishda o'zida, misol uchun kechingda Bielsa Urugvay bilan Angliyaga kelganda Leeds muxlislari oldinda avtobus to'sib olib oldiga chiqishdi-ku. Bielsani yaxshi. Bielsa ham bitta narsani qo'yadi va kim kelsa qat'iy nazar u mamlakat prezidenti kelsa ham kechmaydi-da. Shunaqa toifa murabbiylar bor, ma'lum. Va bularning qatoriga men klub bunchalik qo'shmagan bo'lardim. Chunki klub Borussiyada ishlab, Mainzda hali hech kim tanimas edi. Borussiyada ishlab chiqishni boshlagan paytida u Bavariyaga qarshi kurash kerak bo'lgan inson edi. Bavariya darajasi yuqori edi va klub kelayotgan paytida Borussiyaning darajasi ancha tushib qolgan edi o'rta me'yorlar qatoriga. Ya'ni chempionatda ikkinchi raqam ostida o'ynab yurgan jamoani birga chiqardi. Ma'lum bir 2 yilgami shunaqa paytida birga chiqardi va bu klub moslashuvchanligi bo'ladi baribir. Raqibdan kelib chiqqan holda moslashuvchanlik. Bavariya, Barsa bu raqibga moslashaman deb o'tirmaydi. U o'zinikini qo'yadi, tamom. Misol uchun Simeone moslashadi. Men Otabek ham kelishdan oldin fikrimiz bir xil chiqdi. Qurbon qiyordi La Ligani. Vaziyatga qarab turib moslashadi. Men bunaqa, men bunga ko'naman. Lekin Flick emas. Flick qo'yadi shuni va Flickni olib kelganligi ham o'zi Barsani yutug'idan bittasi deb hisoblayman. Hozir minusidan qaraydigan bo'lsa, haqiqatda Guardiolani ham tanqid qilardik-ku, City bilan finalga chiqib yutib o'zgardi. Finalga chiqib. Endi Guardiola o'zgardi, uni Britaniya futboli o'zgartirdi deb ham o'ylayman. Misol uchun balkim Flick Angliyaga borib ishlasa, endi matbuoti boshqachaga o'tdi. Bosimi umuman odamlarning ham bosimi boshqacha. Balkim o'zida shunga majburlikni topar Flick. Lekin hozirgi holatda yo'q. Chunki Barselonada umuman bitta tushuncha borki, bu klubdan yuqoriroq narsa degan narsa bor va bu o'yin uslubi. Realni DNKsi deymiz, Chempionlar Ligasida umuman boshqacha, o'yin uslubini ham tushunmasdan turib ong ostida tushunamiz. Bu Realda bu shunaqada. Barsada har doim hujumkorlik. Har doim boshqachasiga qo'yib aytdilar-yu, Otabek ham yaxshi misol aytdilar. Yirtqichga sabzi berib boqib qo'y. Men Otabek ham ishlaridan u boshqacha o'ynashni bilmaydi degan narsa fikr keldi. Boshqachasi unda yo'q va shuning uchun ham u Barsaga olib kelingan. Bavariyada ham shunaqa edi. Barsada ham shunaqa. Bavariyasi qanaqa monsterga aylanib ketgan o'sha Barsani 8 tala gol urgan paytida. Germaniyada Löw yonida ishlagan paytida ham Germaniya qanaqa edi o'sha payt? Boshqa futbolni deyarli ko'rmagan va mental Barsani uslubiga shu to'g'riki. Barsani uslubi nima? Cruyffdan keladi-ku. Cruyff Barselonani boshqargan, o'zi o'ynagan, keyinchalik boshqargan payti va asosan futbol mafkurasi Cruyffdan buyog'iga. Chunki undan oldingi davrda Barsani unaqa nomini eshitmaysiz-da. Futbol tarixida yo'q unaqa. 70-yillardan oldingi davrda yo'q. Va hozirgi butun g'oyasi, mafkurasi ko'proq shunga borib taqaladi. Va bu hujumkorlik. Yo,
tushundim, hamma gapingizga qo'shilaman. Men ham o'zim bundoq olib qarasa Flikni shunisi bilan hurmat qilaman. O'zim eng hurmat qilgan tarafi ham shu. Lekin ba'zida shu pand berayotganligini nechinchi marta ko'ryapmizda, shuning uchun qaysidir paytda hech bo'lmasa balans, ya'ni tarkib optimal bo'lmagan paytda hech bo'lmasa hamma yana hujumga borsin demasin demoqchiman-da. Ya'ni o'sha narsani balki balansini olish kerak edi. Men Arsenal qo'shilaman bu fikrga. Lekin bir xil toifa murabbiylar bor, zamoniga ham tupurib qo'yadi. Odamlar nima deyapti, u bu qarab o'tirmaydi. Men shu, xohlasang shu deydi, tamom. Flikda sal qaysarlik bor. Gvardiolada faoliyatiga bundoq qarab turgan paytida jamoani qabul qiladi-da, qabul qilgandan keyin o'zinikini singdiradi jamoani ichiga. Lekin tashqilar bilan moslashishga, qayerdadir kelishishadigan holatini ko'ramiz-da. Barsida ishlaganda ham, Bavariyada ishlaganda ham, misol uchun tashqi olamdan u muxlislarning bosimi bo'ladimi, rahbariyatda bosim bo'ladimi, jurnalistika, ommaviy axborot vositalarini bosim bo'ladimi, moslashuvchanligi bo'ladi. Ichkarida o'zini hukmronligini o'rnatadi. Ko'pincha shunaqa. Lekin Flik unaqa emas. Flik Otabek esingizda bo'lsa, Bavariyada ishlab yurgan paytida Bavariyadan ketishi sabablari yodingizda bo'lsa, Hasan Salihamirovich, keyin ikkinchi odam kim edi? Oliver Kahn. Ha, ular sal klubni ichkaridagi oshxonasida nimadir o'zgartirma, yo qaysidir transfer borasida kelishim, nimadir bo'ldi. Flik uni tashqariga olib chiqmadi. O'sha narsa ko'proq yopiqligicha qoldi. Nimalardir chiqdi o'sha paytda. Lekin bunaqa qol men ketaman. Menga to'g'ri kelmayapti. Men senga to'g'ri kelmayapman. Men bilan kelishib ishlamaysan, men ketdim deb Flik shundoq ochiq oydan chiqib aytgan edi. Otabek esingizda bo'lsa, mavsum tugaydi, mavsum oxirigacha olib boraman, men ketaman. Va ketdi ham. Shunaqa toifada, xohlasang borim shu, qabul qilsang qil. Ko'ramiz. Endi bundoq olib qarasa, o'zi hali juda bir fojia yasaydigan holat emas, chunki baribir javob o'yini bor. Otabek boya aytgandek, yana 90 daqiqa, balki undan ko'proq imkoniyati bor. Lekin qaysi paytda baribir pand berayotgan, ko'rayotganim uchun ham aytyapman. Balki Flikning shu qaysarligi. Lekin Flik rock and roll emas. Yurgen Klopp rock and roll. Flik bilasizmi kim? Rammstein. Futgol YouTube kanalidagi videolarni kuzatayotganlar soni kundan kunga oshib boryapti. Lekin afsuski obunachilar soni biz kutgan darajada emas. Albatta, obuna bo'lishni ham esdan chiqarmasligingizni so'rab qolamiz. Bu biz uchun juda muhim. Shuningdek, bizni kanalimizni kuzatayotganlar ichida bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan insonlarni albatta hamkorlikka chorlab qolamiz. Buning uchun quyidagi ko'rsatilgan albatta raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Albatta, bu siz uchun ham biz uchun ham foydali bo'lishiga ishonamiz. Faqat Rammstein bu trash rock va Flikni boshqa futbol uslubini umuman ko'rmaganman. U mana o'shanda, qani rock trash rock deysiz-ku. Rockda Rafinha bo'lsa yarashadi-da, lekin yerda Rashford bor. Ya'ni Rashford yomon futbolchi emas. U ham misol uchun hip hop mashhur yulduz bo'lishi mumkin, lekin u rocker emas-da. Bu joyda meni fikrim bilasizmi qanaqa? Agarda hozir Barselonani tarkibiga nazar tashlasak, jarohat olgan futbolchilar kim? De Jong, to'g'rimi? Rafinha, Christensen. Mana 3 ta futbolchi. Christensen asosiylardan emas. Masalan, agarda anaqa bo'lmasa ham De Jongda, misol o'tda Gavi tiklansa, Gavi bilan Pedri spokойно o'ynaveradi. Bitta Rafinha qo'yapman. Masalan, hozir Barselona tarkibida muammolarni ko'rmayapman umuman. Pedri ham hozir jarohat bo'lish ehtimoli bor. Tushundim, lekin Pedri o'ynayapti-da. Ya'ni men demoqchiman, Barselonani misolda o'sha pan berayotgan tomoni jihati bu himoya. Kunda tiklansa o'zini formasiga qaytsa yoki masalan Araujo oldingi 3 yil oldin o'zini formasiga qaytganida vashshi unaqa bo'lmasdi. Ya'ni shuni demoqchiman. Nafaqat bu uchrashuvni hozir nazarda tutaman va Barselona hozir masalan fojiani yasash, misol Primerada +7 ochko. Flik uslubi demak ishlayaptimi? Ha, Real ortda qolyapti. Atletika вообще там bir ya'ni million svetовых lет orqada. Keyin Chempionlar Ligasida hali imkoniyatlari bor. Ha, endi favorit masalan men uchun o'yin oldi muxlislar so'rashgan, men ularga aytgan, men bu Barselona bilan Atletika yaqol mezbon jamoalari. Ya'ni o'z maydonida juda ham zo'r o'ynaydi. Masalan, Camp Nouda 45 ochko, 15 ta o'yinda 45 ta ochko to'pladi-ku, hammasini yutibdi. Xuddi shunaqa narsa Diego Simeone Metropolitanada bo'ladi va shu joyda endi favorit Atletika. Shu narsa bor. Ammo demoqchiman, javob uchrashuv bor. O'sha uslub bo'ladi. Hech qanaqa yangi uslublarni kiritmaydi. Kim biladi, aynan balki masalan birinchi uchrashuvda gollar shu vaziyatlarda kelib chiqqan holda golli bo'lmagan vaziyatlar balkim bu yerda gollarga aylanadi. Misolda, agarda o'sha tez ko'r gol urib qo'ysa, ssenariy har xil bo'lishi mumkin.
hozir Hasan gapga qo'shilaman. Balkim o'zgarish kerakdir natija nuqtai nazaridan. Misol o'zimizni holatimizdan kelib chiqaylik. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionati saralashlarida o'ynayotgan paytida nima edi oldingi murabbiyimiz? Katanets u dedik, bu dedik, jurnalistlar bilan unaqa kelishib gaplashib unaqa xohlamas edi. Qaysidir joylarda mensimaydigandek bir ko'rinadi, lekin u natija berayotgandi. Har qanasi deb ko'rdik va o'zimizcha aytib ko'rardik-da, mana qilsa bo'ladi-yu, mana qilsa bo'ladi-yu. Hujumkorlik qolardi. Ha, yo misol uchun hada bu O'tkir Yusupov tushirilmasdan o'rtoqlik o'yinlarida kimnidir tarbiyalab kelish kerak-ku. U bu O'tkir Yusupovni ham qo'yganini tanqid qiladigan oxir oqibat u qanaqa bo'lib chiqdi, eng katta qahramonlardan aylandi. Va mana shu nuqtai nazardan Barselona muxlislari ham bunaqa qilsa bo'ladi, bunaqa ha bo'ladi. Rostdan ham bo'ladi. Bu nuqtai nazardan qo'shilaman. Misol uchun Asasuna eslandimi? Voz kechdi-ku deb. Endi u Asasuna-da. Bu holat boshqacharoq. Lekin Flik o'zinikini qo'yayotganligi o'sha qizil bilan tugagan holatda ham. Otabek ham eslab o'tdilar. Hammamiz yaxshi bilamiz. Ozgina muddat oldin Flikki jamoasi ofsaydga tushirishda nimalar qilib tashladi. O'rganildi, biroq baribir yuqoridan o'ynashdan voz kechmayapti. Birinchidan rotatsiyada ham o'sha turibdi va o'ylasa bo'ladi-yu hozir misol meni ofsaydni tuzog'imni hamma bilib bo'ldi. Endi voz kechmayapti. Yuqoridan o'ynashmi, yuqoridan o'ynash. Shuni agar o'sha qizilgacha Barsa bitta gol urib olganda edi, holat umuman boshqacha. Misol uchun o'tkazib yuborgan Atletico oldinga ko'proq chiqishi mumkin edi. Barsaga bu qulaylik olib keladigan ikkinchi gol bo'lishi mumkin edi. Bunaqa holat. Lekin o'sha paytini poylab turdi Simeone va aynan Alvarez qanotdan markazga yurib turib, ofsaydni nozik nuqtasini topib bitta tashladi. Shu narsa. Misol uchun men Kubarsini ayblamayman ham. Hozir Otabek ham aytdilar, refleks bo'ladi. 100% qo'shilaman bu gapga. Lekin kadrlarni ko'rsanglar, menga shunaqa ko'rindiki, iloji boricha to'xtash harakat tezlik yuqori, anu katta tezlikda yurdi, uni orqasidan yuguryapti-da bu. Inersiya bilan bordi ham. Birdaniga to'xtamaydi-ku joyida. Inersiya bilan oyog'ini tashamadi. Simeone-da o'shaning uchun bu yerda ishladi degan. Ishladi, 100% ishladi. Lekin Kubarsini ham keskin ayblamayman. U misol uchun oyog'i bilan tashamadi, chopmadi, sidirib bormadi, boshqa u undoq qo'lini ko'taryapti. Oyoq chalinib ketdi. Bo'ldi. Lekin boyagi bitta holat Otabek ham ekan. Chiqarursang chiqaraver, ursa-urdi, urolmasa umrga umr holat. Ammo u holatda o'sha bosim ichida uni kim o'ylaydi? Madridda lekin urdi. Ayni o'sha vaziyat Hasan Husan vaziyat bo'ldi. Metropolitanada o'sha uzatma bo'ldi. Simeone birga bir chiqdi, urdi gol. Ushbu vaziyat yana takrorlandi, lekin Kubarsi uni o'shada 3-4 kun oldin bo'lgan voqea takrorlandi. Adim bo'ldi. Keyin yana bitta hozir oxirgi savol, shu hakamlik borasida. Misol uchun potensial o'sha golli hujumni to'xtatdi Kubarsi. Bunday qarasa o'zi bu qizilga tortadi. Lekin VAR chaqiryapti, keyin qizil berdi. Takroriy lavhada bunday qarasa hech narsa o'zgargani yo'q. Ya'ni o'zimda olib qarasa o'sha potensial golli hujum to'xtatildi, o'sha kontakt bo'lgan. Ya'ni o'sha vaziyatda o'zida qizil bermadi-da, keyin qizil berdi. Mana shunisi hozir hakamlarning ham e'tiboriga tushgan. Nima bu yerda takroriy lavhada ham o'sha narsani ko'rding. Potensial golli hujumni to'xtatayotganini ko'rding. Nimaga endi boshda sariq berding, keyingisida qizil berding? Bu yerda hakamni qarori o'zi aslida birinchisi sariq emas, birdan qizil bo'lishi kerak. Agar sariq berdim, keyingisi ham sariqda qolish kerak deyishyapti. Hakamlarning bu fikri. Endi men to'g'risini aytsam, o'zi FIFA toifasidagi hakamga anaqa murojaat qilishim kerak edi, ulgurmadim. Nimaga efir paytida dinamikada men aytdim va hozir Kubarsiga qizil kartochka ko'rsatiladi. Sariq ko'rsatdi, lekin dedim hozir VAR chaqirsa kerak, ishi bitta narsada hozir eslolmayapman. Shuning uchun o'sha referlardan so'rash kerak. Bu o'sha so'nggi umidful, to'g'rimi? Lekin o'sha joyda anaqa degan narsa bordi, niyati. Ya'ni masalan, o'tda umishli bo'lmaganda, tushunasiz, men bu uni traktovkasi bor edi. Va shu joyda shu uchun men efirni to'xtadim-da, aytdim, keyin o'sha FIFA hakamdan men so'ramadim-da, hali. O'shaning traktovkasi bor edi, uni chaqirdi. Balkim traktovkani o'sha nazarda, tüm bo'lib biladi-da,
penalti bo'lgan bo'lsa chaqirishadi. Chaqirdi, penalti emas, qizil kartochka bo'lsa chaqirishdi-da. O'sha traktovkani so'rash kerak mutaxassislarda. O'sha takror lavhada ham o'sha siz aytgan gapni nima deydi? Ongli ravishda fol ishlatishga harakat yo'qotdi-ku Barselona. Ya'ni o'sha narsa takror lavhada ham o'sha narsani ko'rdim demoqchiman. Men Xayrli aka bilan ham sharhlayotgan paytimizda birdan ikkalamizdan ham qizil sariqqa borgandan keyin var chaqirsa kerak hozir bu holatda degan fikr keldi bizda ham. Va nima uchun u yerda sariq ko'rsatdi degan narsa vaziyat yuzaga kelayotganda biz butun diqqat e'tiborimiz bilan, ya'ni hakam emasmiz-ku, gol bilan tugaydimi bu vaziyat yoki yo'qmi? Qochyapti Simeone, ortidan himoyachi kelyapti va yiqildi, tamom. Epizodda kadr boshqa yoqqa o'zgardi-yu va epizod tugadi-da yiqilgan zahoti. Bitta narsa keldi menga, balkim hakam o'ylagandir, Kubarsini atrofida sal orqaroqda ham o'yinchilar bor edi-yu, ular yaqinroq edi, yetib olish ehtimoli bor edi degan narsani inobatga oldimikin? Takror lavhani ko'rdik, o'zi boshida qizil dedik-ku, takror lavhani shubhamiz qolmadi. Qizil ko'rsatadi deb. Lekin menda kelgan fikr shu bo'ldi. Hakamni ko'rgan nuqta, egallagan nuqtasimi, rakursdami, nariga boshqa o'yinchilar yetib olish ehtimoli bor edi balkim degan fikr bo'lgandir. Yana ham bilmayman. Balki o'sha hakam sariq berib turaman, baribir var ko'rib chiqadi degan qanaqadir fikr ham bo'lgan bo'lishi. Ya'ni birdan keskin qaror qabul qilib qo'ysa, endi bunaqasiga gapirsa ikki xil holatda qizil ko'rsatgandan keyin ham agar shubhali holat bo'lsa var chaqirib qizil emasdir, qarab ko'r deb ayta oladi uni. Va yana bitta epizod o'sha Musso oyog'i bilan pas berganda qo'li bilan ushlab turib, qo'yib turib, keyin tepdi-ku Atletico futbolchisi. O'sha vaziyat rosa xushtakbozlik bo'ldi. Ha, keyin Flickni o'zi keskin tanqid qildi. Bu endi yosh bolalarcha xato, u bu deyish mumkin, lekin qoidasiga ko'ra bu vaziyat penalti edi. Ya'ni bu misol uchun ongli ravishda qilmagan bo'lishi mumkin, qanaqadir oddiy epizod qabul qilinishi mumkin, lekin bunaqa katta o'yinlarda bundan 2 yil oldin Bavariya bilan xuddi shu voqea bo'lgan ekan. O'shanda Tuxelning jamoasi pan degan ekan. Bavariyaga qarshi bo'lganmi yo Bavariyani raqibiga qarshi bo'lganmi o'shanda ham xuddi shu hakam bo'lgan ekan. O'shanda ham so'ralganda yosh bolalarcha xatoga chorak finalda men penalti qo'yaman degan ekan hakam. Ya'ni tushundingiz hozir hakam tushundim. Men ko'rdim o'sha vaziyatgacha. O'sha epizodga qanaqa yondashuv siladi demoqchiman-da. Bunday qarasa to'g'ri, rostdan ham bu ahmoqona penalti bo'lardi, kulgili penalti bo'lardi. Yo, men to'g'risini aytsam, o'sha hakamlar seminarlarda ishtirok etganimizda ular juda ham ko'p kitoblab o'tdi yo'qmi? O'shani yumshoq obloshka bo'ladi-ku, o'sha yumshoq obloshkalarni kitoblarni ko'tarishadi. Men ko'p hakamlarda ko'rganman, ular deyshadi, masalan, hamma qoidalar mana bu kitobda bor. Lekin obloshka mana bu masalan o'sha anaqa deyshadi, anaqaroq, qalinroq o'sha obloshkani oladi-da, bundoq qiladi-da, gibki deydi-da, flexible deydi-da. Shu uchun unga qarab sizlar o'yinni olib boringlar. Ya'ni bu joyda masalan hakamning fikrlariga qo'shilsa bo'ladi. Nimaga? Masalan 100% vaziyat bo'lsa, ya'ni masalan qizil kartochka 100% qizil kartochka. Birinchi daqiqa Chempionlar Ligasi finali 'sha 100% qizil kartochka, ya'ni qo'pol o'ynagan, ozgina qoldi, sal qoldi, oyoqni sindiradigan holat qizil beriladi. Ammo agarda bahsli vaziyat bo'lsa, masalan 70 ga 30, 50 ga 50 aytmayapman, 70 ga 30, 60 ga 40 o'sha vaziyatda aytiladi, hakamlar bilishadi, rekomendatsiya, ya'ni aytganingizdek, davay o'yinni buzmaymiz. Chunki bu final, bu birinchi daqiqa, futbolchilar endi maydonga tushdi. U yerda juda ham ko'p nyuanslar. Endi baribir muxlislar baribir aytadi, bular hozir hakam uni yonini olyapti yoki bizani yomon ko'radi, balkim deyishi mumkin, lekin nazarimda masalan ayniqsa o'sha biz hozir futbolchilarni, murabbiylarni esladik va Flickni esladik. Agarda bu holat Diego Simeoneni masalan ustunlikka olib kelganida, Diego Simeone e'tirozlarni bildirganda, ular tushunsa bo'lardi. Lekin Flick emas, chunki Flick o'zi sherda, sher o'sha masalan aytadi-da, bu mayda narsa-ku. Xo'p, ya'ni penalti bermasa ham bermagin, qizil bersa ham berur. Biz o'sha javob uchrashuvda sizlarni pachag'inglarni chiqaramiz. Men uchun Flick shunaqa. Tushunib turibman, La Ligada hakamlarga nisbatan e'tirozlar ko'p va o'rinli e'tirozlar ham bor. Men o'zim kuzatib olman-da. Lekin shu joyda nazarimda bermagani yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Mening fikrim shunaqa. Lekin men bir tomondan qo'shilaman. Boshqa tomondan bir fikr kelyapti. Buni juda uqtirmoqchi emasman. O'rtaga tashlanadigan fikr. Ya'ni Simeonening baribir qitmirligini bilamiz-ku. Yaxshi aytdilar, OPG 10 yillar oldin. 10 yil oldin. 10 yillar. Lekin u OPG kerak bo'lsa terror ham qilardi maydonda, kerak bo'lsa qitmirlik ham qilardi, spattishka deydi-ku. Shunaqa narsalar qilib yurardi-da va bunaqa narsa bor Simeoneda.
balkim atayin asabiylashtirish uchun ham nimadir o'ylab topgan bo'lishi mumkin. Men bu ehtimolni o'chirib tashlay olmayman. Hech qanday Simeone jamoasida oldindagi maydonda derski o'yinchilar qolmagandir. O'sha Gadin o'ynagan, Jimenezlar ham ancha yoshi kattalashib qoldi. Unaqa emas-tur, lekin qitmirliklari bor-da va bunaqa holatda yana davom etmasligi uchun va qolganlarga qaysidir ma'noda o'rnak bo'lish uchun qoida balkim berish kerak bo'lgandir, balkim. Men aynan shunaqa qilish kerak demoqchi emasman. Ya'ni Tangani bu tomonni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu o'yin haqida o'zi yetarlicha suhbatlashdik. Endi Real bilan Bavariyaga o'tsak, to'g'ri PSG bor, aytgancha kecha bo'lgan o'yin ichida PSG Liverpool esdan chiqdi. Ko'rdinglarmi? Parallelda shaxlar deyiladi, lekin men ko'rdim, olib ko'rdim. Bitta tomonga o'yin bo'ldi-da. Men Liverpoolga to'g'ri juda achindim. Men 1 yil oldin qanaqa o'ynagandi bu ikki jamoa deyapman-da. Ko'rib turib to'liq bitta futbol. Kecha Otabek ham Barselona Atletico dedilar, men ham Barselona Atletico va ikkita hamkasbimiz Abdurashid Odilov bilan Sanjar Mahmadqamov, ular PSG Liverpoolda ishlashdi. Biz ora onlayn qarab turibmiz. Endi o'yinni jismonan ko'rishga imkoniyatimiz yo'q edi. Misol uchun hozir mana shu davrga, mana shu vaqtgacha ham ko'rishga ilojimiz yo'q. O'zi 4 soat uxladimi, yo'qmi hozir? Shunaqa holatamiz. Va chiqdilar, Otabek ham bitta gap, endi hammamiz birgalikda chiqqanmiz. Otabek ham bitta gap aytdilar. Men statistikani qarab o'tirdim. O'yin faqat bir tomonlama bo'libdi shekilli, chunki Sanjarmi aytdi, Abdurashidmi aytdimi, 0 zarba dedi Liverpoolda, 0 zarba. Va bunaqa Liverpool, meni hozir xulosam faqat shu, Hasan ko'rgan bo'lsa, Hasan aytayotgandi, kecha hamkasbimiz aytgani, men ham achinaman bunaqa Liverpoolga. Men kuzatdim, nimaga? Chunki Abdurahmon akani taniysizlar, uni anaqasi do'sti bor UEFAga menga ochib berdi. Unikalniy o'sha nayobda anaqa imkoniyatlar, men bitta anaqada monitorda ikkita anaqa o'yin ketyapti. So'rasanglar bo'lardi. O'sha ketyapti-da, bu yerda hamma ko'rsatkichlar bu продвинутый, programma, juda ham продвинутый, chuqur hamma ko'rsatyapti, taktika nima qanaqa bo'lyapti-da. Bitta ekranni bu tomonida Barselona Atletico, bu tomonida PSG Liverpool. Bu yerda qarasangiz, kotirovkalar bo'ladi-ku, 55 ga 45, 54 ga 46, misol 60 ga ham 40, mana bunaqa bo'lyapti-da. 70 ga 30, 75 25, 0 u zarbalar 0, bu yerda oshyapti, kotirovkalar o'sha juda ham menga programma yoqdi-da, lekin vaziyatlar nazarim o'sha deyarli yo'q edi. Tushungan bo'lsam 2-0 bu hali holvasi edi. Urolmadi qancha vaziyat. Dueda gol urdi, lekin undan tashqari vaziyatlar bo'ldi. Obzorni ko'rdim, Usmon Dembele, regbi bo'ladi-ku, Fransiyada ham regbi jamoasi juda ham rivojlangan-ku, Usmon Dembele o'sha darvozalar bo'ladi-ku, regbi masalan futbol darvozasi mana bunaqa bo'lsa, regbi tepa, o'sha tepaga bir 3 tami 4 ta zarbani uchirib Usmon Dembele o'zi. Darvoqe kecha Abdurashid aytdimi, ko'chaga sekin chiqib ketayotgan paytimizda Dembeleni qarang, shuncha vaziyat, bunaqa o'yinini ko'rib turib, qanaqa bu oltin to'p oldi devorasam deb aytdi-da. Ya'ni shu darajada ko'p imkoniyatni ko'kka sovurib yubordi. Endi to'g'ri, haqli ravishda oldi oltin to'p. Men uchun haqli ravishda olgan. Lekin bitta o'yinda shu oltin to'p egasi bo'lgan o'yinchi shunchalik ko'p qovunch urgan bo'lsa, demak PSG yeb qo'yibdi-da Liverpool. Keyin bitta zo'r fikr yozildi. Men xayolimdan o'tgan narsani qahramonlik yozdilar-da. O'tgan yili mana shu tarkib faqat Fabian Ruiz va Donnarumma yo'qdi. Qolgan o'sha o'tgan yilga chempion bo'lgan tarkib mavsum davomida rosa ko'p o'zgarishlar bo'ldi-yu, hattoki anaqa qilib o'ynadim edi. Hujumda Barkalarni o'zi qolib ketdi, asosiy lider bo'lib. Ikkita yosh futbolchilar bilan o'ynashga to'g'ri keldi. Qanaqa yo'qotishlar bo'ldi Enrike. O'zi tepadan ko'rdish qilib eng ayni o'sha mana shu muhim pallada chorak finalga yoki nimchorak finalga kelganda o'tgan yilgi chempion tarkibi yana qaytdi-da. Bitta o'sha ikkita yo'qotish bor. Ruiz formada emas va Donnarumma yo'q. Ya'ni o'tgan yilgi tarkibni yana shakllantirib oldi. Va qahramonlar ketdilar. Ko'pchilik jamoalar yozda tayyorgarlik o'tkazishsa mavsum davomiga, yangi mavsumga. PSG o'sha mavsum davomida tayyorgarlik o'tkazib, mana endi tayyorlanadi. Rasmiy o'yin. Holat bo'ladi-ku, men Taymazov hujjatli filmini ko'rgan edim. Artur Taymazov o'zi. O'sha jahon govdaliydi-ku. Misol uchun kim qarshi kelsa, xuddi Shrekdek bir surib chiqarib tashlaydigandek va men to'g'risi hayolimga keltira olmasdim. Kimdir buni yutishini hayolimga keltira olmas edim-da. Chunki juda yirik gavdali, lekin bunaqa sportchiga qarab turib, bu gavda bilan, bunaqa imkoniyatlar bilan har bitta jahon chempionatini yutish kerak yoki boshqa musobaqalarni
jahon chempionati har doim yutmas edi. Hujjatli filmni ko'rganda bitta narsaga ahamiyat berganman. Jahon sportida juda ko'pchilik olimpiada eng katta-ku, baribir futboldan farqli ravishda olimpiada boshqa sport turlari uchun eng yuqori cho'qqi. Sekin-sekin Yevro chempionati boy berishi mumkin ekan, jahon chempionatini boy berishi mumkin ekan, ammo olimpiadaga olib boradi. Eng yuqori Pikka chiqadi, sport formaga chiqib boradi. Bizda Baydarkachi bor edi, Minkov. Minkov necha marta jahon chempionatini yutdi, boshqa qildi, lekin aynan olimpiadaga kelganda men savol berardim. Qanaqa qilib bu chempion, meni xayolimda futboldan kelib chiqqan holda jahon chempionati yutsa, bu zo'r monstr bo'lishi kerak-ku. Qanaqa qilib? Yo'q, to'xta. Menga tushuntirishdi. Bu boshqa sport turlarida katta-katta sportchilar ahamiyat berishmaydi yoki обновление bo'ladi-ku, yangisi. Misol uchun, men bir sportchi keyingi 4 yilda boshqasi. Lekin mamlakatlar keyingi keladigan sportchini atayindan berkitishadi. Uni sekin-sekin pishirib borishadi, o'sha yuqori darajaga olib chiqishadi. Keyingi 4 yillik uchun. Shuning uchun bizga zo'r ko'ringanda bir xil holatda biz olimpiadada kutgan narsamiz bo'lmay qolar ekan. Va Luis Enrique boyaga aytdi-ku, moslashuvchanlik, Flick tupurib qo'ydi hamma narsaga. Luis Enrique moslashadi. Luis Enrique kulib ham, boshqa qilib ham, hazillashib ham, qayerdadir jiddiylik bilan moslashadi. Va u agar shuni yo'lga tutib qo'ygan bo'lsa, yaxshi strategiya men nazarimda. Chunki Fransiya chempionatida Angliyaga o'xshab, raqiblarimiz imkoniyat beradi. Ispaniyaga o'xshab, Italiyaga o'xshab, voy talash tortish degan narsa yo'q-da. Sal lans yaqinlashib qolishi mumkin, bitta ko'zini ochadi, yana joyiga tushirib qo'yaveradi. Bunaqa holat. Chempionlar Ligasi mavsum boshlanganda umumiy guruh bosqichida kirsa bo'ldi play-offga. Nima qiladi ortiqcha kuchini sarflab boshqa qilib? Bu yog'iga ketdi sekin. Bu yoqda keyin Slotni ham ko'pchilik tanqid qildi. Shunaqa muhim o'yinda eksperimental tarkibni tushirdi-da, Salahlar zaxirada qoldi. Keyin yoshlarga o'sha Rio, Nagomogami o'shalarga imkoniyat beryapti, lekin Chiesa qoldi. Nimaga bunaqa o'yinda bunaqa eksperiment qilding keyin degan savollar ko'p bo'ldi-da. Va u hali lekin ishonyapti, Enfieldda jamoa qayta olishiga. Ya'ni Enfieldga hammasini tikmoqchidek tuyuldi. Rejasi bo'yicha shunaqaga o'xshayapti-da. Va to'g'risi Slot o'zini oyog'iga o'zi bolt urgandek bo'ldi mana shu uchrashuvda. Ya'ni optimal tarkib, jangovar tarkibni tushirmadi-da, avtobus qo'yamiz dedi. O'sha Atletikodan kutilgan avtobusni men kecha Liverpoolda ko'rdim. Haqiqiy avtobus bo'ldi va to'psiz o'ynadi avtobus. Umuman shu darajada. Va bu qaror balki to'g'ridir, chunki Enfieldda hamma narsa bo'lishi mumkinligini bilamiz. Ya'ni bu o'yinni amallab, nima deydi, yarador bo'lsak ham eng asosiysi jiddiy jarohat olmasdan o'tkazib olishimiz kerak degan. Lekin 2-0 ancha jiddiy hisobda baribir. Misol uchun hozirgi holatida beqaror yurgan, bir qarasa zo'r o'ynab qolib, bir qarasa osilib, qoqilib, susqilib yurgan Liverpool optimallikka kirib qolgan PSJga qarshi qiyin va PSG 2 mavsumdan beri ko'ryapmiz, kerak bo'lgan paytda safarda kerak natijani qayd etyapti-da. Misol uchun Arsenal bilan ham ko'rdik bu narsani o'tgan mavsumda, bu mavsum ham xuddi shu narsa qo'sha olyapti-da. Bilasizmi, misol uchun Flick Barsaga kelganida men boya aytdim-ku, atayin Barsa olib kelgandir, u g'oyasidan, mentalitetidan kelib chiqqan holda zo'r garmoniya bo'ldi-da va Luis Enrique ham PSG uchun xuddi shunaqa deb o'ylayman. Uni olib keldi, buni olib keldi PSG, Xelayfi kimlar ishlamadi-ku, lekin aynan Luis Enrique hammadan ko'ra moslashdi, hammadan ko'ra jamoani o'ziniki qildi ko'proq. Futbolchilar shunaqa universal qilib yubordiki, orada Hakimisiz o'ynadi, Nuneshsiz o'ynadi. Umuman hujum uchligida hech kim qolmadi. Barkali asosiy figuraga aylanib qoldi. Shunaqa davrlarda ham, lekin yutdi. Kelib, men esimda bor, Barselona yutib ketgan o'yinida, Monjuikdan bo'lgan o'yinda yutib ketganda, o'shanda qanaqa tarkib bilan yutib ketdi deb hayron qolgandim-da. O'sha Mbappé'mida nima degan bir hujumchisi gol urib ketganda, ismi ham esimda yo'q-da. Hozir yo'q ham o'sha futbolchida. O'sha futbolchiniki maqtagandi Enrique. O, sizlar hali bu futbolchini bilmaysizlar. Vaholanki hamma bilib turibdi. Hujum uchligi asosiy optimal nima deydi, bo'lganda ular tushsin. Shuning uchun ham men Enriquega ham qo'l qo'yapman, bu taraflama shu moslashdi dedingiz-ku, Enrique ham o'zi qaysar deysiz bo'lsa, hujumchisiz o'ynatardi Ispaniyani. Lekin Flick bilan Enriqueni solishtirganda 100 dan ham bilinadi-ya. Bu ko'proq kulib yuradi Enrique, ichki holatda ham, ana oltin to'pni Dembele olganda ham uni kutib olishlari boshqa. Flickda qat'iy jiddiylik. U Bielsa sifat yuzi ham.
keyin lekin man qo'shilaman, Luis Enrike o'zgardi. O'z uslubi bir xil edi. Masalan, Thomas Tuchelda ham xuddi shunaqa uslub edi. Qaysar edi, lekin PSG uni o'zgartirdi. Nega desangiz, chunki bundan oldin Borussiyada ishlaganda, u yerda baribir futbolchilar saviyasi, ya'ni aytmoqchiman, yulduzligi shunaqa darajada emas. Lekin Flickda unaqa emas, chunki Flick birinchidan o'zi shunaqa odam, inson shunaqa va bundan tashqari u qayerda ishlagan? Germaniyada ishlagan, Bayernda ishlagan. Agarda ular o'sha yulduzlik kasalligi bo'ladi-ku, Chalimaga bo'lsa ham, lekin baribir katta futbolchilar bilan ishlagan. Luis Enrike PSJga kelganidan keyin eng katta qilgan ish deb o'ylayman, biznesda shunaqa endi ani savollar berishadi-da, kattalarga, o'sha milliarderlarga yoki boshqa qanaqadir o'sha katta kompaniyalarni o'sha egasiga savol berilganida, misol sizda ishchingiz bor, katta pul olib keladi, lekin dushniy deyiladi-da rus tilida. O'shani zahar undan anaqa zahar tarqatadi, nima qilsa bo'ladi, bo'shatib yuboringlar degan. Shu joyda nimaga? Chunki o'sha sabablar o'sha hozir hamma omillarni aytmayman, ko'p kim aytadi, bo'shatib yuborish kerak uni, baribir. Keyin boshqa ishchini olasan. Ya'ni nima demoqchiman, PSJni qaranglar, har yili o'sha favoritlardan biri edi. Messi bor edi, Neymar bor edi, Mbappe bor edi. Birinchi o'sha Neymar bilan xayrlashdi, keyin Messi bilan xayrlashdi. Endi Messini, Neymarni hozir gapirmayman, Mbappe diktator bilan xayrlashdi, aynan Luis Enrike. Qarang, keyingi mavsumda уже Chempionlar Ligasini qo'lga kiritdi. Srazu darhol. Men Mbappeni o'zi, Mbappe juda menga yoqadi, lekin bu qarorini qarang. Keyin masalan ba'zi joylarda Realda ham prikolli menlar chiqyapti-ku, Mbappeni уже как diktator formasiga kiyishadi-ku, ya'ni masalan tarkib borasida o'zini fikrini bildiradi, kim o'ynaydi, kim maydonga chiqadi, kim nima, уже hattoki hamma joyga o'zini anaqasini tiqib olganda, tushunasiz va shu joyda Luis Enrike bu yerda ham o'zgardi. Chunki Luis Enrike davrida esingizda bo'lsa, Messi, Neymar, Suarez nimalarni qilib tashlagan, hali ham rekord o'sha 123 tami, 22 ta gol urilgan va hokazo. Lekin Luis Enrike aytmoqchiman, o'zgardi. Flick nazarimda o'zgarmaydi, boshqacha bilmaydi ham. Bu o'zgardi. O'sha siz rekordni esga oldingiz, o'sha rekordni buzgan yigitlar haqida endi gaplashsak, chunki vaqtimiz ham ziq qoldi. Topaman o'sha yigitlarni. Keyin Dias va Alise, ha. Bu futbolchilar hali mavsum tugamasdan Bundesligada hattoki rekordga yaqinlashib qolishdi. O'sha ancha yillar oldin 20-asr 2073-yilgi mavsum. O'sha Müllerlar o'ynagan davrlar ekanda, o'sha davrlardagi gol urish bor. 101 ta gol urgan ekan. 2 emasmi? Bo'ldi-da, hozir Bavariyada. 102 emasmi? Mayli, muhim emas. 102 midi? 101 gol. 101 edi menimcha. Bavariya bilan Freiburg o'yinini sharhlaganimda o'sha statistika chiqdi. 101 rekord edi. Hozir o'sha o'yinda Bavariyada hozirgi mavsum 97 ta turgandi va eng kattasi 101 edi. U Freiburgga 3 ta urdi. Ya'ni ikkita ursa, demak 102 ta bo'lsa, bu degani yangi rekord. Va mana shu yigitlar demak Real maydonida mehmon bo'lishdi, lekin Realga qarshi 9 mi o'yindan beri yuta olmayotgandi ekan 2012-yildan beri va bu seriyaga ham Bavariya nuqta qo'ydi. O'zi qog'ozda baribir xohlaymizmi yo'q, Bavariya favorit deyilayotgandi, lekin bilamiz Realga kelganda ozgina qoidalar o'zgarib qoladi. Hatto Bavariya futbolchilari o'zi ham murabbiy ham. Xuddi o'tgan gali City ham qog'ozda ko'proq favorit bo'lib ko'rindi. Yo'q, faqat deyish kerak, favorit aynan Chempionlar Ligasi doirasida. La Ligada agarda o'ynaganda taqa bo'lmas edi. Chempionlar Ligasida va Bernabeuda qonunlar o'zgaradi. Hatto o'sha Kimmixni o'zi ham bu tarafni o'zi aytdi-da. Hech kimdan bu taraf haqida so'ramagan. Bilamiz o'zgarib qolishini degan ma'noda gapirdi. Lekin o'yinni o'zi menimcha kechagi Atletico Barsadan ko'ra ancha tomoshabob va yoqimliroq bo'ldi. Qanaqadir hujum bo'ldi. Albatta baribir Atletico timing bo'ldi. So'ndirishga ko'proq. Avtobus qo'ymasa ham sal o'yin tempini buzishga harakat qilgan holatlari bo'ldi-da. Bu o'yin juda ochiq futbol guvohiga aylandik va bu uchrashuvda o'zi to'g'risi Bavariya qanaqadir ko'p imkoniyat bergandek tuyuldi. Ya'ni Realga shunaqa bo'sh zonalar berdi. 2-2 qolib ketgan o'sha Vinicius, Upamecano bilan Mbappe 2-2 qolib ketgan vaziyatda ko'p qoldi. Lekin qaysidir ma'noda omad Realga ham kulib boqqan holatlar bo'ldi. Qaysidir ma'noda Bavariyaga ham. Ya'ni Bavariyada o'sha 2-2 holatlarda ko'pida zarbalar yoki Neuer o'ziga bo'lib qoldi, qanaqadir oddiyroq zarbalar, ayrimlarda esa o'sha himoyachilar duellarda yutib qo'ydi hujumchilarni. Ko'pchilik Realga ko'proq omad kulib boqdi deyishyapti, chunki Real shunaqa sovg'alar ulashdi boshda yo'q. Va undan Bavariya foydalana olmadi. Qiyin vaziyatlardan gol urdi, kombinatsiyalar bilan. Vaholanki shunda tepsi gol uradigan vaziyatlari bo'ldi Bavariya. Shuning uchun kimga o'zi ko'proq bu uchrashuvda omad kulib boqdi deysizlar?
Hop, birinchidan siz savol berdingiz Barselona Atletikoga nisbatan nazarimda bu anaqa bosh ustun o'yin o'sha tomoshabob jihatidan kelib chiqqan holda, chunki men bu uchrashuvni bu mavsumda anaqa uchrashuvni ko'rmadim. Mazza qilib ko'rdim va sharhladim. Bu bir. Ikkinchidan nazarimda Bavariya Bayern deyman, endi men o'zbek tilida Bayern deyman. Bayern Realga hech narsani bermadi. Real o'zi oldi. Chunki Bayern zo'r o'ynadi, Real so'ramadi. Arbelo'ni tan olish kerak, men tan oldim. Bu uchrashuvga yaxshi tayyorgarlik ko'rdi. Ya'ni tushundida, masalan, Bayernning futboli selniroq bo'ldi-da. Ya'ni o'sha Real o'sha biladi-da, masalan, menda Mbappe bor, menda Vinicius bor. Menda misol o'sha Valverde, keyin Arda Güler, masalan, to'plarni yetkazib beradigan futbolchilar bor. Va ushbu o'zini, masalan, pressing bir nechta joydan pressingdan chiqib ketgan joy. Keyin meni qoyil qilgan jihat Real bir necha marotaba o'zi pressingga tashkillashtirib Bayernni yarimida to'pni olib qo'ydi. Men shokka tushib qoldim. Bitta emas, uchta emas, juda ham ko'p bo'lgan. Shu joyda men aytmoqchiman, aynan Bayern bermadi, Real oldi shu narsani. Ikkinchi taymda ayniqsa. Ikkinchi taymda ham, birinchi taymda ham bir necha marotaba shu narsa kuzatildi. Xo'p, vaziyatlardan kelib chiqqan holda gapiradigan bo'lsak, o'yindan oldin ko'p kim savollar bergan. O'zi mavsumdan oldin ham men aytganman, bu Chempionlar Ligasida finalda yana kimni kutyapman? Kimda zo'r darvozabon bo'lsa, o'sha finalga chiqadi deb fikrda qolaman. O'tgan yil ham shunaqa bo'ldi. Masalan, Donnarumma bilan Zomer. O'zi Interni Barselona chiqarib olish kerak edi. Bundan oldin Bayern chiqarib olish kerak. Yan Zomer fantastik o'yinni namoyish etdi. Bu joyda PSG hurmat saqlagan tarzda Arsenal ulardan nisbatan zo'roq edi nazarimda. Bundan tashqari Liverpoolda ham vaziyatlar bo'ldi. Anaqa Aston Villa bo'lgan penaltida, ya'ni demoqchiman, darvozabon faktori juda ham katta. Hurmat saqlagan tarzda Andrey Lunin backup. Endi backup o'sha zaxirada o'tiradigan darvozabon, maydonga chiqadigan darvozabon, u o'sha backuplardan eng zo'rlardan biri. Lekin baribir Thibaut Courtois edek emas. Mana Thibaut Courtois yo'qligi bilindi. Bo'lganida balki yana bitta qanaqadir zarbani qaytarardi. Neuer uslubi, masalan, hozir aytamiz, fantastik futbolni ko'rdik. Men bundan nisbatan fantastikroq o'yinlarni ko'rganman Neuerdan. Neuer o'zini prime'da shunaqa. U uchun bu normal holat. Men hozir aytayapman-ku, futbolchilar o'zi unga qarab zarba berdi yoki masalan noaniq zarba berdi. Bilasizmi nimaga? Chunki ikkita, uchta yaqqol vaziyatlarda qutqarganida men futbolchilar bilan hujumchilarni savol berganman. Ular deyishadi, biz tashvishga tushib qolamiz. O'sha darvozabon senga bilasanmi, qanaqa ko'rinadi? Xuddi darvoza kichkina, darvozabon juda ham katta ko'rinadi. Shu joyda hattoki Mbappe ham o'sha ko'rdingiz-ku, tepaga ana nishonga olib burchaklarni, lekin urolmagan va hattoki urgan vaziyatda, gol urgan vaziyatda uni ham qaytardi deyarli. Dahshat seyf. Ikkita dahshat seyf bo'ldi o'zi lekin. Shu uchun nima demoqchiman, ikkita hujumkor jamoa uslub har xil. Masalan, mana hozir biz ana pishvoy tsepojka bor-ku, piramidada. Bu ikkalasi tepada. Bu masalan Bayern Sher nimaga? Chunki ularni o'g'vi qarasangiz jamoaviy. Bitta Aliseni gapirmaymiz, chunki o'ta Alisi bor, Diaz bor, Gnabry bor, Kane bor. Real bu как yo'lbars, tigrlar bo'ladi-ku, одиночкаlar. Misol bu yerda Mbappe bilan alohida dunyo Vinicius. Bitta vaziyat, ikkita masalan to'qnashuv bo'ldi. Ba'zi qilib Sher o'zini anaqasini imkoniyatlardan faqatgina pluslardan chiqdi. Bular faqat o'zini pluslardan chiqdi, lekin asosiy omil, yana bir bor aytib o'taman, bu darvozabon faktori. Realda 5 ta yaqqol golli vaziyatlar bo'lgan, Bayernda 5 ta 6 ta yaqqol vaziyatli gollar bo'lgan. Bayernni qutqargan futbolchi bu aynan Manuel Neuer. Vinicius bilan o'sha birga-bir chiqqan vaziyatlar qaytargan, Mbappeni zarbalarni qaytargan. Realda nima muammo bo'ldi? Nazarimda, hurmat saqlagan tarzda Bayern futbolchilari ba'zi joylarda nazarimda Realni mensimadi. Nimaga? Chunki masalan qarang, jarima maydoni ichida nemislar hech qachon unaqa qilmasdi. Vaziyat bor, bitta tepada anaqa setkani yer tashiydi. Pas. Ko'payib ketdi. Bu undan uslub emas. Xuddi ana mushu chiqon bilan o'ynaydi-ku, men o'sha shokka tushib, zarba ber. Sen nima qilyapsan? Qatgan nima qilyapsan? Ular nazarimda shunaqa darajada ishonch o'ziga yuqori. O'sha javob uchrashuvida ham, endi javob uchrashuvida Allianz Arenada Bayern boshqacha o'ynaydi. O'sha Ramstein futbol ko'rsatadi, lekin
Thibaut Courtois tiklanadimi yoki yo'qmi? Ya bilmadim. Thibaut Courtois Realga juda ham kerak deb o'ylayman. Yana bir bor futbolchilar zo'r, futbol uslub har xil. Arbeolani nima desa bo'ladi, Bayernga nisbatan tayyorgarlik dahshat, yaxshi tayyorgarlik ko'rdi deb o'ylayman. O'zini vaziyatlarni yaratdi. 5 ta vaziyat, 6 ta vaziyat. Kim kutgan edi? Bayerndan golni ko'p uradi, deyarli vaziyatlarni bermaydi. Lekin Arbeolo uddalay oldi. No, bugungi Bayernga nisbatan o'sha shunaqa futbolni namoyish etish bu juda ham katta natija deb o'ylayman. Darvozabonlar. Bayernda Neuer bor, Realda hurmat saqlagan tarzda Lunin bu Neuer emas. Thibaut Courtois yechmadi. O'zim ham o'yladim-da, Arbeelo o'sha Cityga qarshi o'yin qilgan taktikasini qilarmikin deb o'yladim, lekin unaqa qilmadi va sababini ham tushundim. Avtobus qo'ygan jamoalarni Bavariya yeb tashlayapti-da bu mavsum. Avtobus emas, himoyadan o'ynaydigan jamoalarni ko'ryapmiz. Qanaqa qiynab tashlayapti. Alexis ham, Dias ham hamma birdan hujumga o'tadi, ayniqsa u himoyachilar ham hujumga qo'shilib ketadi Bavariyada. Shuning uchun ham menimcha Arbeelo shunaqa himoyachilar bormi? Endi gol uradigan himoyachilar borda. Yo'q, qachon qaramasangiz, hammasi hujumda. Neuer markazda va anaqasida anaqa bor-ku, sentrda, markazda turibdi. O'shaning uchun ham menimcha Arbeelo shunaqa taktika qildi menimcha. Ya'ni to'liq yotolmaymiz, chunki yotolsak aksincha o'zimizga ko'proq muammo orttiramiz degan ma'noda ko'proq hujum bilan javob berishga harakat qilgandek bo'ldi. Hozir Otabek ham yaxshi faktorlarni aytdi va ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. O'sha o'yinda Real bilan Bavariyani o'yinida o'yindan oldin aytdik-ku, qog'ozda ko'pchilik uchun Bavariya favorit edi va men bu fikrga qo'shilaman, chunki Bavariya yaxshiroq sport formada, optimalroq holatda bu uchrashuvga yetib keldi va Bavariyani Germaniya chempionatidagi o'yinlarini ko'rib, Realni Ispaniyadagi qoqilishlarini ko'rgandan keyin hamma ham bunday o'ylaydi. Chetdan turib qaraganda Bavariya yaxshiroq deydi. Endi Real ashaddiy muxlislar bu fikrga mutlaqo qo'shilishmaydi. Lekin amalda ham rostdan ham ko'rdik, Bavariya ancha qiynab qo'ydi va boyagi fikrga ham qo'shilaman. Qayerdadir mensitmadi ham Realni. Menda bitta savolki, nima uchun Real aynan ikkinchi golni o'tkazgandan keyin bir uyg'onishni boshladi? Qo'lingdan keladi, eplasi bo'ladi. Nega boshidan shunaqa o'ynamadi? Yoki boshqa holat, boyagi boshqa holat, Bavariya ikkinchisini urgandan keyin tashab qo'yib, ozgina o'ziga erkinlik berganni qo'l kelib qoldimi Realga bilmadim endi. Va darvozabon masalasi. Futbolda bir ibora bor, darvozabon yarim jamoa. Har doim bu gapni ishlatmaymiz. Darvozabonlar quvun tushirishini ham ko'ramiz, boshqa qilamiz, lekin darvozabonni bu narsa ko'rinsa juda yaqqol ko'rinadi-da. 2022-yilgi Realda Chempionlar Ligasi yutganini eslaylik, Liverpool yutgan-ku, Vinicius. O'sha mavsum kimlarga qarshi o'ynagan? City, PSG va Chelsea bor edi. PSG bilan penaltini Messi ura olmagan edi o'shanda. Va o'sha o'yinlarda men aniq eslayman, ayniqsa PSG bilan PSG o'zida yeb qo'ygan Realni. Real xuddi bir o'rta miyona jamoa gigantga qarshi, eng katta favoritga qarshi o'ynagan Fransiyadagi o'yinda. Mbappeni mana qilishgan. Amallab bitta gol farqi bilan eplagan. Faqat javob bahsida keyin Real yutib ketgan. Lekin o'sha o'yinda Mbappeni urinishlari hammasini Courtois. Ya'ni darvozabonniki bir ko'rinsa, rostdan ham qattiq ko'rinadi va 100% ishonaman. Meni nazarimda, agar Courtois bo'lganida, hammani ichidan o'tdi shu narsa, keyingi golida, Bavariyaning ikkinchi golida buni Courtois olardi. Men shunaqa fikrda turib, buni Courtois olardi va xuddi shu fikri endi bu tomondan isboti Neuer. Vinicius chiqib birga bir ura olmadi deb aytayapti-ku hamma. Lekin unga majbur qilgan Neuer edi. Shunaqa kadr bor edi, Neuer yuzi bilan olingan, ya'ni Neuerga ro'para turgan kadr olganda u qanaqadirchi teginmasdan turib uni Vinicius surib chiqarib yuborgandek bo'ldi-da. Juda dahshat edi va mana bitta katta o'yinda darvozabon qilib bergan ishi. Real qo'shgan paytida Neuer ham zo'r o'ynab bera olmaganida edi. Luninga o'xshagan bir darvozabon, ikkinchi darvozabonu birinchisidan ancha zaifroq bo'lgan darvozabon bo'lganda edi. Balkim biz yana ham qumloq futbol ko'rardik. Yana ham ko'proq gollar ko'rardik. Kachaylagan ham ketib qolardi bu o'yin. Endi chetdan turib unisiga ham bunisiga ham muxlislik qilmagan maza qilardi. Rostdan ham. Yana ham agar Neuer bo'lmaganda. Chunki menimcha yana bitta gol urardi-da Real. Bo'lishi mumkin ham. Dilshod aka, menimcha siz
kech qolyapsiz, sizga ruxsat beraylikmi? Mumkin bo'lsa. Ha. Biz esa suhbatni davom ettiramiz, chunki hali Arsenal haqida mavzu bor va keyin muxlislardan savollar bor. Dilshod aka, rahmat. Sharhlari bor, jonli efir, shuning uchun ham. Toshkent viloyatiga yetib olishim kerak hali. Kafa Cup. Demak, suhbatimizni davom ettiramiz, qadrli do'stlar. Real Bavariya mavzusini davom ettirsak, menga bitta muxlis yozdida. To'g'ri, muxlislarning ozgina izohlarini ham o'qidim, bittalarga yozdi, Olise haqida. Biz shuncha gapirganimizda, ularni Yamal bilan taqqoslaganimizda ko'pchilik bizni tanqid qilgandi-da. Baribir Real muxlisi yoki Bavariya, Barselona muxlisi asosan o'zini jamoasining o'yinini ko'radi ko'pchiligi. Aksariyat muxlislari shunaqa. Masalan, Bavariyaning o'yini Bundesligaga o'tib ko'rmaydi. Ko'pchilikda. O'shaning uchun kecha ko'pchilik o'zi uchun Oliseni yoki Bavariyani ayrim futbolchilar kashf qilganligi ko'rindi-da. Yaqqol sezildi, ancha zo'r ekan Olise ham. Deyarli o'sha Yamaldek o'ynar ekan degan gaplarni o'qidim-da. Rostdan ham o'zi aslini olib qaraganda eng zo'r o'yinni qilmadi Bavariya. Chunki bilamiz nimalar bundan dahshatli voqealar qilib tashlayotganini ko'ryapmiz Bundesligada. Lekin shuni o'zida Olise o'zini bitta reklama qilib olgandek bo'ldi mana shu oqshomda. Ayniqsa o'sha karyerasini aytishdi, cho'ntagiga solib oldi degan gaplar bo'ldi. Karyerasi cho'ntak emas, endi bunaqa uchrashuvdan kerak, endi karyerasi nazarimda boshqa klubi o'zi uchun qidirish kerak. Endi men kinoya ma'noda aytmayman, chunki men bundan oldin endi siz futbol kuzatasiz, biz ham bir ko'rib turamiz. Alise hali Crystal Palace'da masalan o'sha Eze Arsenalda o'ynayotgan futbolchi yoki masalan Alise boshqa futbolchilarni sizga gapirib bera olaman. Crystal Palace tarkibidan chiqqan o'yinchilar juda ham zo'r. Endi baribir bu boshqa saviya. Qani deyishdi, Bayernni o'zini ko'rsatsin. Birinchi mavsumda o'zida yo'q. Alise Bundesligani yorib yubordi. Tan olish kerak. Keyin Fransiya termasiga darhol taklif oldi. Vordi o'zini o'tdi, juda ham yaxshi ko'rsatyapti. Endi Alisega nima yetmagan? O'sha aytganingizdek, Alisega hozir titul yetmayapti. Agarda o'sha Fransiya termasi bilan masalan Kingsley Comandek misol jahon chempionatida g'alaba qozonsa, Kingsley Coman yutmadi aynan, lekin u ham o'sha Juventus bilan, PSG bilan, Bayern bilan Chempionlar Ligasida yutgan. Ya'ni unga titullar kerak, unga katta o'yinlar kerak, to'g'ri aytib olsangiz, unga reklamalar kerak. Futbol kuzatayotgan futbolchilar, o'yinchilar, muxlislar bilishadi. Alise bu top, bu prime futbolchi va Lamine Yamal bilan men uni solishtirmayman, lekin masalan xo'p, men solishtirsa bo'ladi. Aynan o'sha birga birlik vaziyatlar bor-ku, Lamine Yamal masalan Michael Olise ikkita futbolchini aldab keta oladi. Hattoki 3 tasini. Lamine Yamal 3 ta yoki 4 tasini aldab ketadi. Ya'ni kichkina ustunlik bor Lamine Yamalda. Lekin misol himoyaviy futbol, pressing futboli, keyin masalan yana qanaqadir o'sha jismoniy holat, keyin masalan Lamine Yamal uni hattoki flik maydondan olsa Flikni ko'rasiz, o'tib ketyapti. Qanaqadir endi o'zini xarakteri bor-da. Michael Oliseda bironta marotaba shu jihatni biz kuzatmadik. Ya'ni jamoaviy, juda ham jamoaviy, ya'ni bu tomonlama masalan hozir faktorlarni stolbik masalan hisoblab chiqsak, Michael Oliseda ko'p anaqada juda ham katta ustunlik. Qo'pol gapirganda mana FIFAda bo'ladi-ku, misol jismoniy holat, mana karta bo'ladi-ku, xarita, tezligi va hokazo. Masalan, Lamine Yamalda qo'pol gapirganda dribling chap oyoq. Bo'ldi. Qolgan fizika, jamoaviy o'yin, pressing, himoyaviy o'yin va pas qo'shsa bo'ladi. Pas bor. Hammasini qarasangiz, u anaqa Michael Oliseda zaif joylar yo'q. U anaqada Lamine Yamalda shunaqa zaif joylar bor. Shuning uchun Olisega katta o'yinlar yetmagan. Mana bundan oldin misolda endi Bayernni yoki Germaniya futbolini yomon ko'radiganlar aytadi-ku, bu Fermerlar ligasi. O'sha Fermerlar ligasida, между прочим, Jude Bellingham chiqqan, aynan Fermerlar ligasidan. Usman Dembele Fermerlar ligasida o'ynagan, Erling Haaland o'ynagan, Robert Lewandowski, hammasi Fermerlar ligasida chiqqan. Lekin baribir o'sha ibora qoldi. Xo'p, endi o'sha ibora bilan anaqa ham chiqqan, oti nima? Kylian Mbappe, Fransiyani ham aytadi-ku, Dikonlar ligasi. U ham chiqqan. Endi masalan shu joyda misol men ismayapsizlar, ko'rmayapsizlar, bo'ldi hech kim. Lekin Chempionlar Ligasida aytishadi-ku, hozir o'zini Bayern ko'rsatsin. Chelsea bilan klublar o'rtasidagi jahon chempionatini yutgan klubi 3-1 yutib qo'ydi. Spokойно yutdi. PSG bilan o'ynadi. 2-1 yutdi. Keyin bundan tashqari yana nima desa bo'ladi, klublar o'rtasidagi jahon chempionatida hattoki PSG ga yutqizgan bo'lgan ham taqdirida o'yin jihatida nazarda ustunroq edi. Ya'ni demoqchiman, Bayern bu juda ham kuchli loyiha, juda ham kuchli jamoa va har bir chizig'ida eng zo'r futbolchilardan o'ynashyapti va Michael Olise bu
hozirgi kunda masalan agarda o'ng qanotda aynan o'sha o'ng qanot hujumda top uchtalikka gapiradigan bo'lsak, aniq top uchtalikda bor bu. Masalan agarda ajab emas, endi Bayern rahbariyati uni qo'yib yubormaydi, lekin misol keyingi mavsumda yoki bundan shu keyingi mavsumda agarda Real tarkibiga qo'shilsa, tasavvur qiling, Mbappe misol tam Alise bu dahshat bo'ladiki, murabbiylarda muammo bo'lmaydi. Ya'ni Vini bilan muammo bor, Alise bilan umuman 90% muammo bo'lmaydi, hech qanaqa bo'lmaydi. O'zi Anri tahlil qildi debdi o'sha o'yinni, Real Bavariya o'yinini. Ko'rsatyapti, qarang, Mbappe Vinining yoniga kelib olgan, o'ng qanotda hech kim yo'q. Shunaqa katta bo'sh zona qolib ketyapti-da. Real foydalansa bo'ladi, lekin o'ng qanotda o'ynaydigan futbolchi yo'q deyapti. Ya'ni Valverde Trentni strafovka qilish kerak, sug'urtalash kerak. Shuning uchun ham ko'p ehtiyotkorroq bo'lib o'ynadi-yu. City bilan o'ynada, misol uchun ba'zida ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha o'ng qanotda qani dot futbolchi, qani mana shu yerda. Realdagi jamoa bundan foydalanmaydimi deb gapiryapti-da. Rostdan ham ayni o'sha Alisega o'xshagan futbolchi kerak bo'lyapti Realning o'ziga. Realga shart emas shunaqa futbol. Nimaga? Chunki biza men bir necha marotaba aytganman, Real bu o'zi eng o'sha kuchli jamoalardan eng anti tizimsiz jamoa. Nimaga? Masalan, Del Bosquedan boshlang. Del Bosquening tarkibi Zidane tarkibidan bir bosh ustun. Xarakter jihatidan masalan Ronaldo professional. Qaysar bo'lsa ham, masalan, qanaqadir talablarni qo'ysa ham, lekin bu Ronaldo Zubastik emas. Bu вообще mashg'ulotlarga kelmagan. Tasavvur qiling, bugun katta o'yin Barselona bilan. Misol, Ronaldo yo'q, Zubastik yo'q. Qatta desa, maishatda. Ertalab kelyapti, seni maydonga tushirmayman deyapti. Tushirmasang tushirma, lekin tushirsa ikkita gol uraman. Bu real bo'lgan voqea. Carlos gapirib beryapti. Birinchi taym yutqizyapti Real, keyin bo'pti, men bor chiqyapti, gol urib ketyapti. Bu juda qiyin tarkib edi. Masalan, Ronaldo xarakteri bilan o'ta Zidanlar, Figular, Beckham, Owen bilan zaxirada o'ynagan, o'tirgan. U maksimal yulduzlar, ya'ni galaktik sifatdan chiqqan. Shunaqa. Carlo Ancelotti kelgan, Zinedine Zidane kelgan, o'ta ya'ni sinxronniy balans. Mana Bayernda balans bor. Bu Alise, bu misol Diaz, bu Gnabry, bu Kane. Aytganingizdek, har bitta o'zini pozitsiyasida o'ynayapti-da. Misol boshqa klublarni Anrini ham qarasangiz, Anri o'zini qanotida, o'zi masalan anaqada, bu markaziy futbolchi Denis Bergkamp bor, bu masalan Perezlar bor va Vieiralar bor va hokazo. Ya'ni struktura bor. Realga struktura umuman kerak emas. Shuning uchun masalan Mbappe bilan Vinicius bitta qanotda bo'lsa, bu bo'shliq ishlasa emas. Mayli sizlarga bo'shliq boringlar, bu yerda hujumga kelinglar. Realga ularning falsafasi mutlaqo boshqacha. Shuning uchun Anrini tushunsa bo'ladi, chunki Anri o'zi boshqa futbol o'ynagan. Barselonada o'ynagan. Barselonada ham struktura bor. Guardiolada struktura juda ham katta rolga chiqadi. Realda struktura degan narsa, masalan, futbol ekspertlar ko'rsatadi-ku, Xabi Alonso qo'l ostida Real 3ta, 4ta konkretniy sinxronniy chiziqlar bor. Hozir Arbilo keldi, ikkita bo'ti, 5tasi o'sha yerda yuribdi. Bu Real uslubi shunaqa. Real lekin yutyapti masalan, City'ni chiqarib yubordi. O'tdan struktura bo'lmagan. Shuning uchun men nima demoqchiman? Real hozir o'zini strukturasini, falsafasini o'zgartirsa, balkim menga Xabi Alonso yoqadi. Lekin Xabi Alonso kelganida aytganman-ku, Xabi Alonso tizimli Liverpool va Bayern, Barselona balki, lekin Realda qiynaladi va o'sha Viniciuslar bor, Mbappelar bor. Bular albatta nimadir qilishadi-da. Va hattoki Xabi Alonso ketganda Vinicius keyin yig'lab o'tirdi-ku, muxlislar nima qilishdi? Yaqin taqib qo'yishdi-ku uni. Hozir Arbilo keldi, nima bo'lsa, men aybdorman. Keyin kelib, buluchkalarni, kruasanlarni olib kiradi. Misol, ofitsiantdek, tushunsiz, obslugadek hozir qilyapti. Natijalarni beryapti. Bu ham bitta uslub deb olib qarasa. Bu faqat Real uchun to'g'ri keladigan uslub. Real uchun. Lekin masalan Carlo Ancelotti Bayernda ishlagan paytida uning uslubi boshqacha-ku, u yerda ishlaganida futbolchilar undan norozi edi. Nimaga desangiz, chunki Arjen Robben, Robert Lewandowski, Filip Lam deyishgan, bizda mashqlar yo'q. Umuman mashqlar qilmayapti. Yarim soat, 45 daqiqa keyin ketyapti. Ular yana 1-2 soat mashqlar qilyapti alohida. Tushunasiz, bu soldatlarga mutlaqo boshqa general kerak. Bu soldatlar emas, kompaniya g'irt generalda. Uni mashg'ulotlarni ko'rsangiz shunaqa baqiradi. Anaqalarni ko'rsangiz ovozi ham baland ekanda. Men o'sha mashg'ulotlarni tarjima qilmoqchi bo'ldim, men buni emotsiyasini berish qiyin ekan. O'zi ham baqiradi. Ham so'kadi. Faqat juda qattiq gapirar ekanda. Bir tarafdan matbuot anjumanidagi kompaniya umuman boshqa shaxsda, mashg'ulotdagi kompaniya boshqa ekan.
ko'ramiz endi bu uchrashuv Myunxenda o'sha javob o'yinida, lekin ko'pchilik Real muxlislari baribir ishonyapti. Ya'ni Allianz Arenada oldin ham Real yutgan, o'sha ko'pchilik ishonmaganda yirik hisobda yutib ketgan holatlar bo'lgan-ku. 4-0. 4-0 bo'lgan. 2014-yilda. Shuning uchun hamma narsa bo'lishi mumkin deyapti va hatto Bavariya muxlislarining o'zlari ham ozgina xavotiri bor. Ya'ni o'sha 2-0 qolish kerak edi deb turganlar bor-da, 2-1 bo'lgani yomon bo'ldi degan ma'noda. Qo'shilaman. Bu o'yinda masalan hozir biz Atletico Barselonani esladik-ku, intriga bor. To'g'rimi? Real Bayern Real intriga albatta bor. Nazarimda masalan hattoki masalan Real o'rnida boshqa klub bo'lganda ham prosta ehtimol bor. Misol 1% mana Atalanta 1-6dan keyin darvozaboni deyarli qolmagan. Misol 1% bormi, 10% bormi? Bo'ldi, bu ehtimol. Bu Real bu yerda 1% emas, bu yerda endi 51 ga 49 Bayernda ustunlik bor. Birinchidan Allianz Arena, boshqa futbol bo'ladi, muxlislar bo'ladi. Bundan tashqari futbolchilar aytganingizdek forma dahshat. Keyin o'yin jihatidan kelib chiqqan holda deyarli zaif tomonlar yo'q. Bitta gol o'tkazib yuborsa, ikkita ura oladi. Vaziyatlarni o'sha Realga qarshi vaziyatlarni sanasak, qarang qancha vaziyatlarni yaratgan. Yana undan ham ko'proq bo'lardi. Agarda aytamanki, mana mensimaslik nimaga olib boradi? Oxirida 1-1, 2-1 chiqyapti-ku, Luis Diaz 10 tadan 9 ta aniq pas beradi. Qatga berib yubordi, o'sha Alisa 1-1 chiqyapti. Shunaqa vaziyatlar ko'p edi-da Bayernda. Nazarimda Allianz Arena bunaqa vaziyatlar kamroq, ya'ni shunaqa uzatmalar o'sha kamroq bo'ladi. Bayern albatta favorit, katta favorit ham, chunki uni uchrashuvni oldin aytganman. Lekin Real bo'lganligi uchun 49 ga 51. Real bo'lmaganida, masalan, boshqa klub bo'lganida yetardi, balkim 75 ga 25, 70 ga 3, 30. Lekin Real bo'lganligi uchun yana bir bor, Mbappe'lar bor, Vini bor. Mana Mbappe'ni ham gapirayotganimda, efirda bir necha marotaba aytganman. Hozir kimni maydondan olish kerak? Mbappe'ni ko'rsatkichlari past, lekin uni olmayli gol uradi. Shunda aytdim, 3 minut, 5 minut o'tyapti, gol uryapti. Bu Mbappe'ning uslubi. Ya'ni Mbappe'ni endi anchadan beri kuzatyapman. 2022-yildagi Jahon chempionati finali men bitta futbolchidan o'zimni ko'zim bilan ko'rmaganman. Ya'ni bu futbolni faqat Pele qilgan. Ya'ni katta ustunlik, total ustunlik Argentina tomonida, Fransiya deyarli o'sha jamoaviy o'yin yo'q. Mbappe 3 ta 4 ta gol urdi, 3 tasini bizning hamkasbimiz Rossiyaga ketdi-ku. Penaltidan uryapti-ku. Asam penaltini bitta gol bugungi kunda urgan, penalti mana Messini aytamiz-ku. Ular jarima maydonida anaqadan shtrafnoydan gol uryapti. Penalti urolmayapti. Messi qancha 100 tadan 30 ta urolmadimi? Statistika bor-ku, juda ham ko'p urmayapti. Ronaldo ham urmayapti, janaqa zo'r. 90 mi Ronaldoda shunaqa. U 3 tadan 3 ta uryapti. Keyin gol urdi. Ya'ni katta o'yin, raqib qanaqa, o'yin o'xshamayapti. Shuning uchun Mbappe bu naqa futbolni men o'zim hayotimda bitta o'yinchidan katta masshtabda men ko'rmaganman. Mbappe deyarli barcha o'yinlarda o'yin qovushmayapti, gollarni uryapti, topyapti shu vaziyatlarni. Mbappe bu boshqa saviya. Shuning uchun Mbappe bor. Baribir Vini katta o'yinlarni anaqa futbolchi, Valverdelar bor, Gülerlar bor. Ya'ni Real juda ham xavf. O'sha Mbappe mavzusiga yana bitta savol tug'ildi shu joyda, chunki matbuot anjumanida ham tarjima qilayotganimda Viniciusga ham savol berishdi va Arbeloga ham berishdi. Mbappe qaytdi. Mbappe qaytgungacha jamoada, misol uchun hujumda Brahim Diaz zo'r ochildi yoki bo'lmasa boshqa variantlarni ko'rdik. O'sha Vinicius ochildi, ko'proq Vinicius ochildi Mbappesiz. Endi Mbappe qaytdi, Bellingham qaytdi va ularni qanaqa joylashtirasiz deganda Arbeloning o'zi qaysidir ma'noda qog'ozga o'rab turib gapirdi-da, ya'ni bu yoqimli bosh og'riqdir. Ya'ni bosh og'riq degan so'z ishlatdi. U qaytdi, bo'ldi, hammamiz kuchli bo'lib ketamiz demadi. Bu yoqimli bosh og'riq. Uni kelishi va Vinicius ham aytdi. U galedor futbolchi, bunaqa futbolchi bizga kerak va unga moslashamiz dedi. Ya'ni so'zi bilan aytib turibdi, Real futbolchilari Mbappega kelgandan keyin, tarkibga kirgandan keyin o'shanga qarab taktikani tuzishga majbur bo'lishyapti-da va buni o'ziga yarasha boya aytdingiz, plus minus tomonlari bor. Mbappeni minus tomoni ham borligini qaysi ma'noda Vinicius bilan Arbeloga o'zi ham aytgandek bo'ldi-da. Ularda albatta minus bo'ladi. Tizimli jamoalarga bu katta minus, chunki Mbappe masalan o'sha PSG bo'ladimi, Fransiya termasi bo'ladimi, himoyada deyarli anaqa o'zini ko'rsatmaydi-ku. Endi Messidek emas, lekin o'sha nimadir qiyin faktor emas. Lekin Mbappe bilan Vinicius misol, agarda misolda tizimli jamoa. Nissan kompaniya aytaylik, Nissan kompaniyada o'sha taktik daskasi bor. Aytadi, Michael Olise Sanchet'da o'ynaysan, Luis Diaz shu yerda o'ynaysa, Serge Gnabry hujumchi ortida
Harry Kane pastga tushadi, Sambotga ursa, taktik fishkalar bor, hamma narsa qo'l ostida ishlagan-ku, Guardiolani qo'l ostida ishlagan. O'sha uslub, o'sha tizim, hamma narsani, ya'ni mayda o'sha chayna beradi-da, sen faqat yutishing kerak. Realni futboli. Xo'p, Vini bilan Mbappe chiqasizlar, o'zingizlar u yog'i o'zingizlar qilasizlar, hal qilasizlar. Bo'ldi. Realda shunaqa. Keyin ular o'zi masalan Bayernga qarshi zabigani bo'lgan-ku, Mbappe pas beryapti, Vinicius yuguryapti, keyin bu yerdan Mbappe orqasidan yugurib, unga pas beryapti, faqat Manuel Neuer faktor shunaqa qo'rqitib yubordi-da, tepfordan anaqaga, lekin u ham kontrol qilgan. Tushunasiz, nima? Bitta ikkita vaziyat bo'lgan bularda. Ya'ni bitta pas, ikkita pas, qanaqadir vaziyatlar. Realda boshqa uslubi. Balkim kimdir aytadi, bu zamonga talab shu zamon bugungi o'sha kundagi talablarga to'g'ri kelmaydigan uslub desa, necha marotaba Chempionlar Ligasida g'alaba qozongan jamoa. Ya bu qachon pam beradi? Kichkina jamoalarga qarshi. Masalan, siz hozir eslay olasizmi? Avtobus qo'yadiganlar. Nafaqat avtobuslar, masalan, Bayern o'ta kam ehtimol kichkina jamoaga mag'lub bo'lishligi o'ta kam ehtimol. Biz bilamiz, o'ta 5-1 bo'ladi, 7-0 bo'ladi va hokazo. Lekin katta jamoalar masalan Realga qarshi yutqizish mumkin. Masalan 10 yildagi stress oling, bitta ko'ring, Bayern necha marotaba kichkina klublarga yutqizgan. Bu mavsum bitta yutqizdi. Augsburgga. Ha, meni shahrimga to'g'ri kelib qoldi. U chunki anaqada, bu hudud Bavariya deyiladi-ku, derbisi-da Augsburg. Endi derbi baribir. Realni qarasangiz, kichkina jamoalarga qancha yutadi? Bo'ladi-da, ba'zi joylarda qarasang, mensimayapti, biladi, hozir bitta gol ursa biz ikkita urib qo'yamiz. Lekin ba'zi joylarda yutqizib qo'yadi. Lekin katta o'yinlarda Real qanaqa o'shani rus tilida aytiladi-ku, преображение. Katta o'yinlarda Real bu mutlaqo boshqa dunyo. Hozir masalan chempionatida qatoriga 3 ta yoki 4 ta o'yinda mag'lub emas, ochkolarni yo'qotgan bo'lsa ham, Chempionlar Ligasidagi o'yinda bu boshqa Real. U yerda ularga nastroy kerak emas. Ular bilishadi, motivatsiya degan narsa ularga kerak emas. Bayern boshqacha. Mayda jamoani undoq siqib pachag'ini chiqaradi, kattalar bilan shunaqa o'ynaydi, harakat qiladi. Futbol YouTube kanalidagi videolarni kuzatayotganlar soni kundan kunga oshib boryapti. Lekin afsuski obunachilar soni biz kutgan darajada emas. Albatta, obuna bo'lishni ham esdan chiqarmasligingizni so'rab qolamiz. Bu biz uchun juda muhim. Shuningdek, bizning kanalimizni kuzatayotganlar ichida bizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lgan insonlarni albatta hamkorlikka chorlab qolamiz. Buning uchun quyidagi ko'rsatilgan albatta raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Albatta, bu siz uchun ham biz uchun ham foydali bo'lishiga ishonamiz. Menimcha yetarlicha gaplashdik Madriddagi o'yin haqida va javob o'yini haqida ham o'zimiz fikrimizni bildirib o'tdik. Endi Arsenalga to'xtalib o'tsak, Arsenal o'zi to'g'risi o'sha kuni men sharhim yo'q edi 2 kun va buni ham ko'rib turdim-da. Arsenal o'yini ko'rgim kelmadi to'g'risi. Sporting bilan o'yin ko'ryapman. Bu yoqdagi temp bilan bu yoqdagi tempni ko'rsangiz farqini yo'q. Yomon ham o'tmadi o'zi o'yin. Lekin farq Real maydondagi o'yindan go'yoki bu o'yin zerikarli deb tuyulib qoldi-da. Va Arsenal o'sha oldin undan oldingi podkastda aytganimdek, Bayern bilan qanaqa taktika qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa kam kuch sarflab maksimal o'sha natijaga erish. Jabr bo'lsa durang qo'yamiz. Shunaqa bir reja bilan o'ynaganda o'ynadi Arsenal qanaqadir. Sporting vaholanki men Sporting ham ko'proq tavakkal qiladi bo'lgan, Sportingda ham ozgina cho'chish sezildi. Sporting o'z menimcha foydalanish kerak edi deb o'ylayapman bu uchrashuvdan. Endi javob o'yinida Londonda menimcha imkoniyatlar ancha pasayib ketdi Sportingda. O'z bu juftlikda yaqqol favorit edi Arsenal, endi yana ham menimcha yaqqollashdi. Endi Arsenal zerikarli futbol deyapsiz-ku, boshqalar ham shunaqa deyishyapti-ku. To'g'ri, hozir qiyosladingiz. Bayer Leverkusen bilan o'yinida mehmonda 0-1 yutqizyotdi. Oxirida 1-1 qo'ydimi? Kai Havertz gol urdimi? Bu yerda ham 0-0 ketyapti. Oxirida Kai Havertz gol urdimi? Bo'ldi, kifoya. Tushunasiz, sekin bir qadam tashab, o'tgan mavsumdagi Arsenal qanaqa yorqin futbol namoyish etgan. U yog'i nima bo'ldi? Qatga chiqdi. Hech qatga chiqmadi, finalga chiqmadi. Har holda hozir masalan agarda Sporting to'sig'idan o'lsa, keyin biz hali bilmaymiz, Atletikami yoki Barselona bilan o'ynaydi. Bu ham qanaqadir eksperiment, qanaqadir usul. Chunki Arsenal shuncha yildan beri hujumkor futbolni namoyish etib, hech narsaga erishmay, endi qani davay boshqacha hozir uslubga o'tib olamiz deyapti-da. Hozir ushbu uslublarda ikkita anaqadan ayrildi. Kubok Liga Kubogida yutqazdi, Angliya Kubogidan chiqib ketdi Southamptondan kutilmaganda. Natija hozir mana APL bilan Chempionlar Ligasi qo'yapti. Kuzatamiz, ko'ramiz. U yerda yana bitta katta plus bor Arsenalda. Ikkita zo'r markaziy himoyachi Saliba bilan Gabriel
va Raya. O'sha Sporting bilan ikkita, uchta dahshat seyf seyf amalga oshirdi. Shu bilan yana bir bor aytmoqchiman, masalan, jamoalarni aytamiz, hujumlarni gapiramiz, formani gapiramiz va hokazo. Lekin kim anaqa darvozabonlarga e'tibor qaratadi. Juda ham o'sha, men darvozabonlarga juda ham ko'p e'tibor qarataman, chunki futbolda aynan play-off bosqichida darvozabonlar faktori 70%. Hokkeyda 90%. Mana NHL kuzatsangiz, 90% shunaqa jamoa bor, dahshat, hujumchilar, o'yin shakllangan. Lekin darvozabon ham qanaqadir o'sha Bobrovskiymi yoki undan oldin Gashiklar bo'lsa, Terminator urib olsan, gol ura olmayapsan. Hujumchilar tashvishga tushib qolyapti, panikaga tushib qolyapti. Futbolda ham 70%. 70% hozir play-off. Shuning uchun Raya bor Arsenalda, Bayernda Neuer bor, yana kim bor? Timo Kurta qaytadimi yoki yo'qmi, ulguradimi yoki yo'qmi? Aytgancha ana Atletikoda Musa qarang, nimalar tashlayapti. Dahshat seyflar qilyapti, to'g'ri. Atalantada biz kuzatganmiz, lekin Yan Oblak hozir qaytsa nazarimda muammo. O'zi chunki Mussoga ancha o'ynamalab berib ham keldi-da, Simeone. Ko'p o'yladi, kuboklarda tushirdi, qo'rqmadi va bir tarafdan u tayyor holatda keldi. Ya'ni Oblak to'g'ri, Oblak darajasi boshqadir, lekin Musso ham ancha pishib qolgandi o'zi. Bu yoqda Lunin tushmay tushdi-da birdaniga. Baribir o'ynamalyapsiz, darvozabon bilan farqi bor-da. Yo'q, Luninni nima demoqchiman? Lunin zo'r darvozabon, faqatgina backup, ingliz tilida backup bu o'sha zaxiradagi darvozabon deyiladi-da. Backuplarda nazarimda birinchi raqam. O'zi o'tgan emas, undan oldingi mavsumda Bavariya bilan o'yinlarda yutib bergandi Lunin, esimizda. Unaqa fantastik sevlar qilib tashlamagan bo'lsa ham, lekin juda qo'nla ham tushirmagan. Shunaqa yaxshi darvozabon, lekin Neuer emas-da. To'g'ri. Keyin bitta savolda, men o'zi Arsenalchi bitta emas, bir nechta tanishim bor, bittasi yozib qoldi. Shu Barselona o'rniga Atletiko chiqsa yomon bo'ladi deyapti. Ya'ni Atletikodan Arsenalchilar ham qo'rqyapti-da. Hali Arsenal o'zi chiqib olgani yo'q, lekin chiqish ehtimoli yuqori-ku. Undan ko'ra Barselona chiqqani yaxshi edi bizga deyapti. Chunki bilamiz-da, Atletiko bilan oldin ham Yevropa ligasida o'ynaganda ham esimizda bor, finaldami yoki yarim finalda ham chiqarib o'rgandi Atletiko. Atletiko eng noqulay bizga Atletiko deyapti. Ya'ni Barselona bilan sal o'yin bo'ladi. Aksincha Barselona bilan o'yinda sal yutib olishimizga ko'proq ishonaman deyapti. Atletiko chiqsa, aniq bizni urug' yiqit bir balo bilan chiqarib yuboradi deyapti-da. Qanchalik qo'shilasiz? Yo'q, qo'shilsa bo'ladi. Nimaga? Chunki Barselona, Flick Barselonasi buni prognoz qilsa bo'ladi. Prognozируемый jamoa demoqchiman. Ya'ni tayfun, uragan, misol juda ham kuchli shamol. Nima qilasan? Bekinasan-da, o'tirasan. O'sha shamol o'tganidan keyin, uragan tugaganidan keyin chiqasan-da tashqariga. Chunki prognoz bilamiz-da. Atletiko bu nima? Atletiko bu nafaqat futbol. Futbol bo'lsa ham bu hujum emas, himoya emas, balansi bor, taymingi bor. Hozir sizlarga to'p beramiz, hozir sizlardan to'p olamiz. Antoine Griezmann biz masalan aytamizda 4-4-2 o'ynaydi. Xo'p, Alvarez bilan Griezmann ikkita hujumchi. To'g'rimi? Griezmann qayerda yuribdi? Xohlagan joyda yuribdi. Alvarez qayerda yuribdi? Xohlagan joyda yuribdi. Griezmann chiziqlarni bo'shlig'ini topadi. Futbolchilarning o'rtasida bo'shlig'ini topadi. Bitta vaziyatlarni hal qilib qo'yadi. Ya'ni bu struktura mutlaqo boshqacha. Bundan tashqari, futboldan tashqari bu intrigalar bor, provokatsiyalari bor. O'tga borasan, buni qilasan. Ya'ni bu raqib juda ham anaqa universalniy-da raqib. Buni ham qilishi mumkin, uni ham qilishi mumkin. Masalan, yotib olishi ham mumkin. Masalan, xohlasanglar hujum qilinglar, mana sizlarga to'p berdi. Barselona to'pni oladi. Ketdi hujumga. Biz masalan ikkinchi raqam ostida o'ynaymizda, qarshi hujumdan chiqamiz, gollarni uramiz. Standartlar bizda bor. Atletiko bilan qanaqa o'ynaysan? To'pni berib qo'ydi, men o'yna. To'pni olib qo'ydi, hozir biz o'ynaymiz. Chunki shu joyda qo'shilsa bo'ladi. Поэтому nazarimda Arsenal, Atletiko bu juda xavfli raqib. O'zi hammaga birdek menimcha xavfli bo'lsa kerak, noqulay ham xavfli. Endi hammaga balki Bavariyaga hozirgi Bavariyaga. Chunki Bavariya avtobus qo'ysa Bavariyaga aksincha qulaydi. Nazarimda bugungi Bayern agarda masalan bugungi Atletiko bilan o'ynasa, uni yirik hisobda Allianz Arenada yirik hisobda pachag'ini chiqarib tashlaydi. Yirik hisobda 4-0, 5-0 bo'lishi mumkin. Aynan bugungi Atletikani, chunki Atletikani katta minuslardan, juda ham katta minuslardan mehmonda o'yna olmaydi. Hozir masalan Barselonani yutdi, lekin bundan oldingi o'yinlarni qarang, aynan mehmonda. Realga yutqizdi Santiago Bernabeuda. Barselonaga 0-4dan keyin 0-3. 0-0dan keyin 0-3 bo'ldi.
Tottenhamga 2-3 va hokazo. Ya'ni mehmonda Atletiko jazo'r emas. Shu uchun Arsenalni muxlisini o'sha xavotirlari tushunsa bo'ladi. Yana muxlislardan savolga ham to'xtalib o'tsak va shu bilan tugatamiz. Real haqida savol. Real keyingi mavsum haqiqiy 9 hujumchi olish kerakmi degan savol berishgandi. Yoki shu Mbappega ishonch bildirishda davom etish kerakmi? Yo'q, men uni bilmayman. Realga birinchidan hozir murabbiy kerak. Agarda Realda nima qoldi? Premyera deyarli qolmadi. 10% ehtimol, to'g'rimi? Hattoki 7 ochko, hattoki El Clasicoga yutsa ham, lekin El Clasico Camp Nou'da bo'ladi, adashmasam. Camp Nou'da. Camp Nou'da favorit, katta favorit Barselona bo'ladi, chunki o'z maydonida mutlaqo boshqacha o'ynaydi va Realga motivatsiya kerak emas. Barselona Realga qarshi bilamiz, motivatsiya umuman kerak emas. Yana nima? Qolgan turnirlardan chiqib ketdi, faqatgina Chempionlar Ligasi qolyapti. Endi agarda misol hozir qoqilsa, Bayern to'sig'idan o'tmasa, Arbeloning taqdiri bo'ldi. Ya'ni Realga tituli kerak, misol. Hozir demak hujumchi shart emas, ya'ni aynan 9 hujumchi siz. Yo'q, men bilmayman, chunki hozir murabbiy kerak. Murabbiyga qarab kerak bo'ladi. Murabbiy keladi-da, murabbiy уже aytadi kim unga kerak. To'g'ri. Masalan, biz hozir Real vaziyatini mana shu mutlaqo tushunmaymiz. Hozir masalan ular aytayotdi, kim olib kelamiz? Haselomi? Ani tomosha qilib o'tirdi stadionda. Olib kelinglar Haselo, lekin Haselo tortadimi yoki yo'qmi? Keyin olib kelinglar, keyin уже o'tmaydi. Bunga o'xshagan bitta yulduzli forwardni olib kelinglar. Mish-mishlarga ko'ra Hollandni olib kelamiz deyishgan-ku. Yana kimdir o'sha topovoy futbolchini olib kelinglar. Olib kelinglar. Nimaga yo'q? Chap qanotda misol Vini, o'ng qanotda Mbappe, baribir Mbappe qanotda yaxshiroq o'ynaydi-ku. Markazda bitta o'sha zo'r yor boradigan markaziy hujumchi, o'sha Keyndek, Lewandowskidek kim yana bor? Xullas, Asimxon. Asimkini chaqirish mumkin. Asimkin anaqa Galatasarayda misol o'ynab beradi. U o'zi Asimxon ham universal, xohlagan jamoasiga tushib ketaveradi menimcha. Keyin xarakteri Viniciusga yaqin bo'ladi. Yana bitta ishkalis jamoaga qo'shiladi. Qisqa yana javob berib ketsangiz ham bo'ladi. Liverpul o'sha bu mavsum Chempionlar Ligasida chiqib ketsa, slot hozirning o'zi bo'shatilish kerakmi yoki aksincha mavsum oxiriga yetkazib qo'yishga imkon berish kerakmi? Bu savol menga berilgan-ku bu podkastda adashmasam. Men slotda taqdirini aytdim. Agarda katta ehtimol Alonso bilan yo'q, o'sha Alonso kelishi deyarli aniq bo'lib qoldi. Hozir olib kelish kerak. Shu olib kelaman-da. Agarda Alonso уже masalan ha degan bo'lsa, уже Alonso bu jamoa bilan ishlash kerak, chunki yangi mavsumga aynan Alonso уже tayyorgarlik ko'rish kerak. Chunki slotga ishonch yo'q. Masalan, yarim yil oldinmi bu yerda o'tirganimizda shu savol menga berildi-ku. Bo'ldi, esladim. Men aytdim, slotni уже xayrlash kerak, bitta chiroyli to'n kiydirib, bitta osh berib, rahmat deb, o'sha o'tgan oldingi mavsumga rahmat deb kuzatib olish kerak deb fikr bildirganman. O'sha fikrda qolaman, chunki atmosfera, ichki o'sha muhit mana hozir Salah aytishdi, nimaga Salah chiqmadi? Salah ham qoyil qilmayapti. Biz ko'ryapmiz qanaqa oldingi forma emas. Kim bilan penaltini uraman. Kimni hozir chiqarish kerak? Hozir u yerda ichki muhit yaxshi emas. Shu uchun Alonso kelsa, Alonsoga уже har holda masalan aytish kerak edi. Okay, men tushunib turibman, dam olasiz, lekin уже bir vaqtingiz bo'lsa, shu turnировkalarga keling, seminar, bizani majlisimizga, o'sha tadbirlarga keling, o'zingizni anaqani ayting, kim bilan xayrlashamiz, уже sekin-asta transferlarni tayyorlaymiz, bu bilan xayrlashamiz, buni olib kelamiz deb o'ylayman. Slot bilan men ham deyarli shunaqa fikr. Bundoq qarasa hozir Chempionlar Ligasi yo'llanmasi uchun kurash kerak-ku APLda. Bundoq qarasa u ham xavf ostida turibdi-da. Menimcha risk qiladigan payt. Har tomonlama xavf ostida Liverpul hozir. Har tomonlama. Demak, buguncha tugatamiz. Mehmonlarimizga biroz oldin bizni tark etgan Dilshod akaga ham, albatta Otabek akaga ham rahmat deb qolaman. Futgol YouTube kanalini kuzatishda davom eting va keyingi dasturimiz, demak, shu Chempionlar Ligasi o'yinlari oldidan va undan tashqari bu dam olish kuni ham zo'r o'yinlar bo'lib o'tadi. Angliya Premier Ligasida ham Chelsea City o'yini bor va o'sha o'yinlar haqida ham suhbatlashamiz. Bizni kuzatishda davom eting va albatta obuna bo'lishni esdan chiqarmang.